Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ishtirokchilari. Bugun Sharq Turkiston tarixidagi bir ahamiyatli bir kun. Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurilganligining 80 yilligi. Bugun, yani 4-8 kuni Uyg'ur yaqin zaman tarixida Uyg'urlarni g'ururlantirgan, iftixorlik tuyg'usiga cho'mdirgan, Sharq Turkistonlar uchun muntazam harbiy kuch shakllantirgan tarix ahamiyatli bir kun. Yani bundan 80 yil ilgirki bugun kunda, yani 1945-yil 4-8 kuni G'uljida Sharq Turkiston davlat armiyasining qurilgan xotir kundir. Bu kun munosabatan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarniki armiya, Sharq Turkiston Milliy armiyasi kunni tabriklayman. 20 asrning boshlaridan tortib o'ttirlargacha dunyoning siyosiy atmosferasida yuz bergan keskin siyosiy davolg'ishlar Sharq Turkistonga kuchli ta'sir ko'rsatib, Sharq Turkistonga keskin siyosiy davolg'ishlar ichidagi bir rayon aylanib qolgan edi. 1931-yildan 1934-yilgacha va 1944-yildan 1949-yilgacha Sharq Turkistonda Xitoy tajovuz hokimiyatiga qarshi kuchaygan ozodlik kurashlari yaqin zaman Uyg'ur siyosiy tarixida unutulg'isiz asrlarni qoldirdi. 1945-yil 4-8 kuni qurilgan Sharq Turkiston davlat armiyasi 1949-yil 10-20 kuni Xitoy tajovuz armiyasining Sharq Turkistonga kirishi va 12-23 kuni Sharq Turkiston ishg'ol qilish natijasida tarqatilib, butunlay yo'q qilinib, 1949-yil rasmiy yo'q qilinadi. Bu jarayondagi Sharq Turkiston davlat armiyasining kurash musofirlari Uyg'ur tarixida shonliq izlarni qoldirdi. Biz bugungi bu Sharq Turkiston Cumhuriyet kunining 80 yillik munosabatiga Turkiyadagi Hoji Bayram Vali universitetining tarix fanlari doktori professor Varis Chaqon akamizni bu naq maydon suhbat programmasiga taklif qildim. Assalomu alaykum Varis Chaqon aka. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Men bu muborak ulug' kunda meni bu choyxonaga taklif qilganliging uchun, xalqimiz bilan yuz ko'rishtirganliging uchun rahmat aytaman va bütün qarindoshlarga salomatlik tilayman. İnşallah bu programımız milletimizge faydalı bir nimalarni etkiler sebep bular deb temen ümit qilaman. Rahmat. Rahmat Varis Chaqon aka, siz bizniki bu Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga tunji qatim qatnashishingiz bu o'zingizni bir qisqacha bir tunishtirib bersangiz, anan keyindan bir savol qismiga kirib programmamizni boshlab ketsak. Rahmat. Bo'ladi. Men o'zim Varis Chaqon, burunqi ismim Sharq Turkistondagi ismim Varis Abdurahmon. O'zim atish tugan, keyin vatandagi bizningki universitetda atalmış universitetning fakultetiga qabul qilinib, u yerda o'qigandan bittadan keyin 4,5 yil Uyg'ur Abdunum rayonlik diniy ishlar idorasida xizmat qildim. U yerda ma'lum sabablar tufaylidan bu yerga millatimizga bir irodamiz bilan o'zimiz o'ylagandek bir xizmat qilolmaydiganligimizni his qilib, yana o'zimning kasbini o'qib, o'zimning kasbida ilgirlisam bo'lg'idek deb 5-yil xizmatni tashlab Turkiyaga kelgan. Turkiyada Ankara Universitetida tarix fanlari bo'yicha magistrlik va doktorlik qildim. Keyin taklif bilan tarix o'qituvchisi bo'lib ishladim. 2002-yili tarix fanlari bo'yicha Qaraxonli davlati bilan Yidiqut Uyg'ur davlatining munosabati degan doktor dissertatsiyasini yozib, doktorlik unvonini oldim. Keyin Gazi Universitetining taklifi bilan Türk Gazi Üniversitesi 2003-yili Türk o'tib,
O'tgandan keyin u yerda hamda dadasining qo'llansimi bo'ldi ekan, ama familiya olarak bir o'zimiz ism tanlashga bo'ldi ekan. Men shunga 7-chi cho'ng dadam Buvoq Chaqanning Chaqan degan familiyasini elib, shu Yaqub bilan bir ishlagan odamkan, o'zi ajlik asbkir amaldorlardan birisi ekanda. Shuningki ismi bilan Turkiyaga kelishdan bo'ldim. Gazi Üniversitesi 2018'de bölüngandan keyin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'de ishlashga davom qilyapman. Bu aralıkta Yaponiyadagi Osaka Üniversitesi'de 2012-yilgacha bir yil ortiq u yerda ishladim. Shu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'de davom qilyapman. Mening qisqacha tarjimalim shu. Rahmat, Variskas vatandimi tarix fakültesida o'qib ekansiz. Turkiyaga kelibman. Tarix fakültesi tarix kasbida o'qib, doktorlar, professor bo'lib hozir universitet o'qitishda, ya'ni siz buni ko'p suyundiq. Chiqib aytganda siz kasb ahli, kasb egasi, bu sohadagi yetishgan bir ziyolisi. Bugungi suhbat programmamizga sizdek haqiqatan bir shu kasb ahlining qatnashganligini xush bo'ldim. Unda biz bugungi shu suhbatlarga bir savolga kirib ketaylik. Birinchi savol, Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurilishining oldida Sharq Turkistonning siyosiy vaziyati qanday edi? Nima uchun Sharq Turkiston Milliy armiyasi Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilibla qurilmay 5 oydan keyin G'uljida, ya'ni 1945-ning 4-8 kuni qurildi. Xo'sh, ekran sizda. Ovoz oldingizmi? Bu her dünyada bir çoğun özgürlük buluducu. Bunu biz Türkiye'de dünya düzeni de buydu. Yani dünya yeniden şekilleniyor. Haritalar yeni sızılıdı. Bu ikinci 20. asırın tuncu çeyreğinde Birinci Dünya Uruşu oldu. Ve imparatorluklar yıkılıp Cumhuriyetler kuruldu. Şahlarda 20. asırınki başlarda biz Şarkı Türkistan Mancu işgalçılarının işgal astideydi. Ondan keyin o Mancu hakimiyeti yıkılgandan keyin Xitoyda bir milliy inqiloblar bo'ldi. Mancu duruldu. Ondan keyin dunyoning har qayerida qilib ketdi. Ve şu jarayonda bizning vatandami bazı inqilobiy o'zgarishlar bo'ldi. Hamda bu yerda Manjular yıkılgandan keyin bizning vatan 3 militarist tarafından başkuruluşga başladı dedik. Tuncu militarist yangidan chiqdi. Onunki mustabid hakimiyeti ve onun karşı biz vatanimizning başta Timur Xalpa inqilobi keyin boshqa rayonlarda elib berildi. Keyin yangidan buni hiyla mikr bilan bu inqilobni bosdi. Ama tabii xalqninki hem zulümge karşı hem müstemlike'ye karşı hareketleri to'xtagani yok. Bazıda köpeydi, çoğaydı, bazıda paskoga tushib qoldi. Ve 1930 yıllarına tekrar bu Kumul'da, Turpan'da, Toqsun'da, Kucha'da, Xoten'de, bizim vatanın her yerlerde yani milli inqiloblar başladı ve bu inqilobning neticesinde Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti kuruldu. Bunun kurulgan vaqtida Turkiston İslam Cumhuriyeti kurulgan bir takım içki ve taşkı sebepler yüzünden bu devlet uzun yaşayamadı. Ve Sovyet İttifakı'nın bastırışı bilen bu dağdırılıp gitti ama xalqning qarşılığı ve narazılığı to'xtab qolgani yok. Şunun bilen bu şinsise Stalin bilen apak çapak bulup bunun bilen birleşip bizning vatanni Xitoydagi Nanjing hükümetinden mustaqil halda boshqardi. Onun için onunla şinsega atalmış Şinjan'ın padişahı degan namım var. Şu bununki.
Ama bu bütünlüğü hakimiyetini bilen tutup durgan idi. Bu şinşsey keyin bu İkinci Dünya Uruşu partıldı. İkinci Dünya Uruşu'da Germaniyanın taşlap şinşseynin Stalin'den bilen bu yerde bazı özgürlükler oldu. Şinşsey nurgun bizning vatandan bulab talgan nurgun altınlarını, nurgun baylıklarını ışığa akış kılıp berip özüne can ceşinin koyun ve onun kıygan zulme, eksploatasiyası zaten halkını dağıt feryat digizip etkente. Anandaki yanı bir mesele bu İkinci Dünya kiyen Yapon Parti Gungchendan deydi o hem de bu iki parti arasında bir içki uruş başladı ve bu içki uruşta Sovyet İttifakı, Amerika, Yaponiya okşaş, İngiltere'ye okşaş devletler bir yerde birisi Sovyet İttifakı okşaş devletler hem Xitay hükümeti bilen hem Komünist Parti bilen hem de Nanjing'deki hükümet bilen alakalarını kıptudu. Amerika mı bu alakalarını kıptudu. Amerika Jiang Zemin Amerika bilen görüşüp Amerika'nın bazı taleplerini amalga oshirishga Amerikadan yardım talep kıldı. Mesela talep kıldı desen bu G'oljida bir Amerika'nın harbiy bazasını kuruş planladı Amerika. Onun için Jiang Zemin'e bazı nimeler kelişimini kıyganda Sovyet İttifakı etti bundan. Şunu da Amerika bazı planlarını kıvatkanda nimisi şimalı şarkı şimalda bazı planlar var. Şunun bilen hem de Sovyet İttifakı bizning vatanda zaten nimaga yüksek belliga ketgan xalq mustaqillik uchun kurash qilishga tayyor bir vaziyatda shakllanib qolganda shuning bilan ham Şinşseyning ham Gomindanninki bu qarshi vatandagi bu zulmga qarshi xalqning partalaş aldı tuğandaki bir nimbada hem de vaqtida Sovet İttifakı siyasetinin özgürlük ve askeri cihatte bazı vaqtda G'oljida Sovet İttifakı Ürümçide başka bula der şu nimege Şarkı Türkistan'daki Gumi hakimiyetiga karşı bir inkılapını başlattı. Çünkü Sovet İttifakı öz kelip kılamaydı bir yerde. Ama bunun için kimden faydalanış gerek? Zulümge karşı kıvatkan artık sömekimiz yetti bu zulüm davatkan Uygur halkını ve Uygurlar bilen kerindaş boğan halkını teşkillep bu inkılapını başladı. Bunun da bu birisi bir yerde Sovet İttifakı'daki bir devlet harbiy cihatdan maslahatlarni berib, harbiy adam olimlarni, harbiy mutaxassislarni avatib, bizning vatandagi bir qism insonlarni tashkilladi. Masalan, başta şu Çar Rusiyasi vaqtida Ruslarni deb qo'ysa, shu vaqtida Bolshevik nimisdan qochib kelgan Ruslar bor. Bizning shu G'o'ljiga bular suylarga yerlashgan Ruslar Bula mu şu nimege karşı Gomindan hakimiyetiga karşı bir yerde bir partizanlık etrafını kurdu. Bula asli burun askeri ta'lim harbiy ishlarni bo'ladigan Ruslar ama bizning Sharq Turkistonda yashab bula Uyg'urlar bilan biraz aralashib Ruslar. Keyin anandagi nimalar al to'g'ri Batur Fatih bu o'xshash bir qancha qahramonni Nilqida bir partizanlik etrafini shakllantirdi. Shuning bilan bu Nilqida başlagan Gomindanga qarshi başlagan hareket qisqa vaqtning ichida natija berdi ve
nilq ozod qilinib, nurg'un g'animatlar elindi. Shuning bilan bu darhol G'uljini, ya'ni Go'mindonninki shu G'uljidagi askari va ularga saldırıp G'uljini azishni planladi va buni nima qilgandimi, yana Sovet ittifoqidan kelgan harbiy mutaxassislar bizning xalqimizni tashkillab bu yerda birlikda bir plan qurdi va ularni harbiy mashqlarni qilg'izib, shuning bilan bu nimada 11 ayning 6-kuni G'uljida bir milliy inqilobning natijasini ko'rdi. Go'mindonning u yerda askarlarini yo'q qilgandan keyin darhol bu inqilobni davomlashtirish uchun bir hukumat qurilishi kerak ekan degan qaror ilinib, shuning bilan 1944 G'uljini elishdan ve vaqtliq hukumatni qurgandan keyin G'uljiga hujum qilishni planladi va G'uljini u yerda bilsa G'uljida asosiy Go'mindon harbiy bazalari batib oldida bular bu nimalarni qo'yadi, soqchi idoralarini, telegraf idoralarini, mo'yin ba'zi yerlarni elib egallagandan keyin bu yerdagi Go'mindon qo'shinlari, Go'mindonchilar nimaga qochdi? Harambog'ga qochdi. Bu Harambog' G'uljining shu yuqori do'nglik strategik o'rni intayin muhim bir yer bu. Shuning bilan endi bu Harambog' bilan 2 oydak davomlashdi va shuning Harambog' 1945-yili 2-oyning 1-kuni rasmiy e'linib, 10 o'lja g'animatlarga erishgandan keyin anandan keyin shu 45-yili bir yig'in ochildi 1-oyda. Undaq bo'lsa biz bir harbiy nozirlik qurishimiz kerak. Bu askar partizanlarni birlashtirib bir muntazam armiya qurishimiz kerak degan qarorni oldi. Bir xitobnoma e'lon qilib. Shuning bilan bu xitobnomaning 7-moddasida harbiy nazorat qurildi, nimalar tayinli komandanlar va 3-oyga kelganda bu harbiy nazorat bosh shtab qilib o'zgartirilib, buning har xil oqsab ta'minasi komitarlik degan har xil nimalari, ya'ni zamoniy bir armiyada bo'lishga tegishli butun nimalarni ochdi va buningga munosabatlik buningga shu sohada qobiliyati yoki ma'lumoti bo'lgan boshda ma'vo Ruslar, anandaki Sovet ittifoqininkilardan kelib aşağıda nima qilgan bu qo'zg'olonni planlab, tashkillab shu yerdagi Uyg'urlarni asos qilgan milliy orduga harbiy ta'lim bu shuni tayyorlab, anandan keyin bu milliy orduni qurish qaror qilib, shuning bilan 1945-yilga kelganda 4-ayning 8-kuni resmi Sharq Turkiston Milliy Armiyasi qurildi. Hamda sen shu vaqtlarda Amerikaliklar, G'arbliklar, Ruslar tatqiq resimlar va ba'zi nimalar bor. Men sana bir video evatgandim, shu videoni bir qo'yay hozir. Andan keyin davomlashtiraylik.
Hoş. Hem de çünkü video. Bu şu vaqtida şu Sharq Turkiston Milliy Armiyasining qurilgan vaqtidagi harbiy paradlarni ko'rsatgan, ammo buning bor, ammo buning to'liq nimasi ruslarning arxivida, boshqalarida bor, lekin bizning nashr qilingani mushu asli ma'noda ya internetning yavaşligidan o'qimayman, toza menda haybatlik chiqqan bu. Biraz shu tören şu. Bu qurilishi buning askarlarni shu Uyg'urdagi shu bizning el rayonida yashaydigan boshqa qozoqlardan shu zulmga qarshi bo'lgan mustaqillikni orzu qiladigan xalqlardan askar manbasi shular. Yani buni nima qilganda shu qurilish marosimi shu Harambog' nima G'uljida Van Qadir deydigan bir adamning beg'imi nimasi o'tkazilgan, ammo hozirgi shu G'uljidagi xalq bog'chisining o'rniga to'g'ri keldi deydi. Shu yerda bo'lgankan va bu nimaga endi marosimga shu Elxon To'ra anandan keyin shu Sharq Turkiston Jumhuriyati vaqtli hukumatiningki heyət a'zolari va 10 mingdan ortiq omma qatnashgan buningga. Shuning bilan haqiqatan de bu muntizam zamonaviy qurollar bilan qurollangan bir armiyani biz Uyg'urlar qurib chiqqan. Yani Uyg'urlar ittifoqininki biz Sharq Turkistonga siyosiy o'zgarishi bilan shularning yordam qilishi va hamkorlik qurilib chiqdi. Shu vaqtda Milliy armiyaning pagoda nimalari qanday bo'ldi? Qizil armiyaning Rus Qizil armiyasining bizimsiga o'qishtimiz deb shu qarorlar elinib chiqqan, lekin ko'proq bizning o'zimizning shu oq va ko'k rangdan oluşgan aş kiyimlerimi, harbiy kiyimler ıslashtirilib, haqiqatan bir Uyg'ur milliy armiyasiga xos bir nim bo'lgan. Buningda Elxon To'raning va uning bilan birga nim qilganlarning roli ko'pchi. Yani har Ruslar buni o'zininki boshqarishida shu Rus ordusiga o'xshatib bir narsa qilishni planlagan bo'lsa-mu, lekin hayotdagi buning o armiyani shakllantirgan va bu yerda u askarlarning ko'p qismi Uyg'urlar va Uyg'urlar bilan ittifoq qilgan boshqa asosan bu rasmiy bizning shu ay yulduzliq nimalarni formalar, andan keyin askariy kiyimlar shu Ruslardan farqli milliy armiyaning kisidan bo'lgan. Andan keyin bular buningda bilimlarni bekitib chiqqan, madalyonlar, ordenlarni nima qilgan, andan keyin men evet bergan milliy armiyadagi nimalar ordularni bekitib rasmiy muntazam bir ordu bo'lib qurilgan. Resimde bu Elxon To'rani hammadan bildim. Resimga kelar, resim baştaki resimga. Mao Elxon To'ra hamda bu shu davlat boshqoni bo'lgandiki, Cumhurbaşkanı bo'lgandiki eng oliy qo'mondan marshal degan unvon berilgan ekan. Mao bunun beşida yani bir Rosva Genelkurmay yoki shtab başkomutanının aniki Mao adam bu shu Rosning yordamchisi bo'lgan Zunun o'tamda. Mao Isoqbekni bilsizlar. Bu asli Rossiyada ta'lim olgan Sovetlar Birligi adam bu. Yani bu tamamıyla shu Sovet ittifoqiga bog'liq bir adam bu. Keyin viloyat nima milliy inqilobga qatnashib, u yerda bu shu yuqori darajalik milliy inqilobda Sharq Turkiston milliy armiyasida davomlashdi. Bu resim keyingi resim. Rusninki qara, oyada rizipag'an Ruslarning ba'zilarininki Poliniyev deydi, anandan keyin bir qitim bu
şu Rusya tarafta Sovyet İttifakı tarafı tarbiyelep aşılar bilen resmi buyruk bilen kelgen adamlar var. Bularda hem de bu Şarkı Türkistan Milli Armiyası'da vazif ağalarının başında köprek Rus kumandalar var. Muhim karar aldığı yerlerde. Ama yardımcılarının işte Uygurlarımı var. Anadan keyin başka milletlerden, Kazaklardan, Kırgızlardan, Tungallardan boğallımı varken ama avvalık Ruslarınki bir kısmının resmi enik resmini izlesem taptım da ama Polinevninki anandakin yani birisi baş ştab kumandanı olan adamınki oçuk resmi onu hazır aldırıp tapamadım. Muşu mana mavi aşı parattan ötke atlık askerler mavi onu karnim kuvatkan topçası bölüngenken anandaki mavi şu partın bir görünüş manıma askerlere karşıdan askerlerinin aşı hazır bu Şarkı Türkistan'daki Milli İnkılap'ın arşivini ben de batı bu bir yerde CD'yi toplagandım da onu da hazır tapamay kaldım. Şu yerde nurgun tepsimler var. Hem de bu sen bilen bir da tügeydiğen mesele mezmun emas bu bek çoğun mezmun. Ama şu bizning Şarkı Türkistan Milli Armiyası'nınki şu vaqtdaki resimleri. Hem senin qanday şaraitte kurul cevabım bu. Hem bir şeyde bir nima 1944 yılı 13 Şarkı Türkistan Cumhuriyet kuruldu. Kurulup 5 yıldan keyin hem de 5 aydan keyin kuruldu da bu Şarkı Türkistan Milli Armiyası. Hem bu da G'ulcunuma to'liq azod qilmay turib qilgan 5 aydan keyin qurilishi yani bir davlat qurilib qolgan shunda Milliy armiyani tashkillash ashlik vaqt ketamdi ya hamda bosh mezgillarda ham boshqa bir alayda bir ahvollar bormi? Hamda bir keyin onunğa yetekçilik qilgan bir ishga Nelqadiki bu g'alba derhal bir aldı bilen bir hükümetine kuruluşunu şaraitini yarattı. Çünkü o hem de muntizm resmi müstakillikni maksat ve bununla kumandanlık kılgan bir ştab buluş gerek ama ştabını kuruştun avval hükümet Ovozingiz yaxshi emas. Ovozingiz kelmadi. Ovozingiz kelmadi. Ovozingiz kelmadi. Ekran qotib oldi. Nima tur so'zib ketdi. Bir telefon o'qay. Alo. Ya variska uzib ketdimi? Chiqib qolib qoldingiz, qaytib kiramisiz? Allah Allah. Qaytib bir bag'ilni, ash 13-mi? Evet, peki 13 çektirsanız bo'ldi. Ya qarindoshlar to'g'ri uzib ketdi, tuyuqsizlar. Hozir kirdigan bo'ldi, saqlab turib birdan. O kirib bo'lguncha mana ma'rifatlik, nimani ko'rib turdi mana. Mana ayvatda Sharq Turkiston Milliy Armiyasining qo'shinlar orasida shundoq turdi, bu mezgilda Xitoy Tajovuz armiyasining vatqayini kiyib o'sha bizning milliy armiyani ko'rgan hayron qolib ketishdi. Xitoyning generali shundoq qo'ymadi.
Alo. Ne var ki emde he. Alo. Torun çatak Bu çıkıp neymiş kalktı. üzülüp gitti bu? Bilmedim ben karsam avazınızın Buradan gelmedi. çatak çıkmadı. Hoş. Nerede kalkan tok? Hem de aşağıda ben sordum ki sizge bir devlet Nerede kalkan kurulgandan tok? keyin bir devlet kurulgandan keyin 5 oydan keyin bizning Sharq Turkiston Milliy armiyasi qurildi. Odat nima qilmoqda uzun vaqt ketamdi yoki shu vaqtga vaziyat ashundaqmidi? Bir armiyani tashkillash uchun deb shuni so'ragandim. Shuni javob berayotgan vaqtingiz ovozingiz kelmay uzib ketib qoldi. Qara, bir bunda armiyaning qurilishi hamda tunji mevasini olgandan keyin boshqarish uchun oldida hukumat quriladi. Sharq Turkistondan keyin darhol bo'lish kerak, bir armiyasi bo'lish kerak. Dandaki şu asas yani oluş gruba parti müşahede muntazam bir armiya kuruş kararı 5. yılı 1. ayda keyin ve onundan keyin bu milli armiya yani Şarkı Türkistan Milli Armiya. Ben bunu anlatışandıray. Mesela Osmanlı devleti işgal kılıngandan keyin İngiliz müstemlikeye karşı Uzib ketdi. Qarindoshlar bilan saqlab turlar, yana uzib ketdi va Turkiyada to'r toz yaxshi emas o'xshaydi. O'tganlarda to'rlarni sirdan osiltiryapti deyotgan. Shuning nimasimi bilmadik. Mening to'g'rimda masla yo'q, o'sha osh tarafdan to'g'rida masla o'xshaydi. Mana yana uzib ketdi ekran. Yana telefon qilib qo'yay. Alo. Ha, Variska yana uzib ketdi. O neymiş özür gidiyor senden mi? Benden mi? Ya sizden ya meniki uzib ketgan bo'lsa, men chiqib ketdim-ku animadan ekrandan. Sizniki. Qaytib bir kiring. Ya kirovatım abi. Ya biz mudahil kılıvatam diye bunu. Xumuduq shu degan bu manda bo'lib boqma, ekran ochgandan ya manda bo'lib boqmagandim degan ilovatida kirdingiz hamda. Ulanishim ostida mana kravatdan asta piqirab o'ynayotdi. Demak shu Turkiyada to'r yaxshi emasga. Sizga to'r Turkiya to'r oz yaxshimi? Xo'sh. Alo. Anglatim size.
Bu nemish o'zlab ketdi bunda davomli. Bilmedi Bir jasorat bilan qilganda bundan bo'lmaydi. degan nim bo'ldi buningga men o'qidim. Ha? To'rtaz yaxshi emas. Xo'sh, so'zingiz davom qiling. Alo. Ovozingiz keldi menga. So'zingiz davom qiling. Ovoz bor. Alo. Anglayapman, men angladim. Sana to'g'ri mestivami o'qidim. Ovozingiz kelmadi. Yana Allah degan programma. Varisga yana chiqib qolib, yana o'zib ketdi. Nimaga to'rtaz yaxshi emas o'qishmadi Turkiyada. Aytgan. Ben bu maytini hozir o'rnini almashtirib beqotini qarab, saniya. O'rningizni almashtirib sinab baqmaymiz. Men bu yerdan 10 ishni kirsangiz. Ulab oldi kirishtirelemse ya aşağı hep kaldım hem de. Yo'q, nima qilib qoldi buni? Men naqmayda emasmi? Ha. Ishqisi yo'q, bo'lib turib bunda avvalcha normal. Kirmamsiz kirmasa Ya biz nima qilatamdı? Ya birisi aralashatan o'qidim menmamda. Nima qilatamdı bilemay qoldim bu. Hozir yani kira ya bak. Bo'ldi. Almashtirdim. Bo'ldi, ma'qul. Qarindoshlar sayr qilib turlar. Ana mavaqchi ekranda menda ahvollar ko'rilmagan degan bu avlaydi bir kun. Uyg'ur yaqin zamon tarixidagi Uyg'urni g'urlantirgan, iftixorlangan Xitoy tajovuzchilarining yurkiga xanjarlab sanjilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasining qurilgan kunida bu programmani alaydi maxsus tarix fanlari doktori professor Varis Chaqa akamiz bilan suhbat qilsak, men ko'ryapsizlar, ishqatim o'zib ketdi. Yana birdan savol qilib turaylik. Ana aylanishimi shunda ostida to'rnikka so'rab. Endi bo'ldi. Alo, men o'qitdim-da. Xo'sh. Mening kitobimning ichi Roda. Shuningda men og'andim. Endi chiqdi, endi keldi ovozim. Xo'sh, davom qiling. Qara, nada qolgan to'q? Asal bu mandaq tushundiray deb Osmonlilarning nimasidan boshlagandingizda. Yo'q. Hozir sening ovozingni men anglayapman. Ovozim yo'q, ovozim kelmadimi sizga? Angladingizmi? Endi keldi. Xo'sh. Endi keldi. Ha. Sening ovozingni yana anglayapmadim men. Xo'sh, boshdan aşağı nima yana bir savol o'taylik, yangi savoldan bir o'qayamsa. Anglayapsizki, Sharq Turkiston Milliy armiyasining qurilishi Sharq Turkiston Jumhuriyatida qanday muhim rol o'ynaydi? Yani ovozingiz yana uzib qoldi. Cumhuriyet qurilib deding-ku. Ha.
Alo, ya bu ne oldu biz? Benim işimle pişadı bu ya. Ya bu texnik mesele Ya şu bu ama bunda kılıyım, üstünden düşürdü bu. ya qanday qilamiz degan bu programni qanday Ya toza biz bundan nemi bunda buldu bu davamlık bunda olmaslık gerek de. ya şu texniklik mesele bu endi ya bir aralashat nimasi aralashat Gapni yutib bağır, nemi qilib yutib bağır, ya birisi sen başka Hoş. programlarında da bunda bo'lmaydi. balki ko'z kunusini tunusini degandek degan bu suhbatimizga yomon g'arazlik aralashib qoldimi bilgilolmaydi hamda Bütün dünya milletke anlatılan meseleler de bu. Hem sen okup gittin bu. Ya men bu to'g'ri yaxshi emas ya. Ovoz anglandimi? Ovoz anglangan bo'lsa, davom qilavering. Ovoz yo'qmi? Ama işki yani üzülüp aslında bu bir resmi nimede ben bir program video elep bunu şu resmi nimede takip edilen mesele de bu bek mühim mesele bu. Şarkı Türkistan'ın yakın tarihinde nurgulluğun nimelerini aydınlaştırılan meseleler var bu yer. Bunu biraz keyfiyatım uçurup etti. İtiplam, üzülüplam etmedi bula bu ne? Ya bu ya kıyığını koymadı tam. Bir çataq bu texniklik mesele bu sizden bizning işimiz emas. O'tirib tor dunyosiga bo'layotgan. Bo'lmasa manda qilsaqchu men bir 5 minut boshqa kompyuterdan bağlanay bo'lam da endi qilsam. Bu albatta ulanishni nima qilsangiz bo'ldi, bog'lab Buni qilamiz, vaz kechmaymiz ham bundan. Vaz kechmaymiz zaten. Bu ishni anlatamsa. Anlatim. Siz bir sinab boqmaymiz, nima qilib tursak bo'lsa, savr qilib nima qilib turamiz. Suhbat yaxshi bo'layotdi. Kompyuterni almashtiray. Almashtirib boqmay bo'ldi. Uni almashtirib boqing. Bu bo'lmadi bu. Siz kompyuterni almashtirib turing. Bizning o'zimizla aloqasi yo'qmish, texnik bilan aloqaliq masala bo'lgandiki. Men hozir ani echivatma, cho'ng bilgisayarımda echivatma, shuningdan bog'lanib qolay. Nurg'un program nima qildik? Normal mangadi bu men boshqa videoluk konferans programlarimda bichata chiqmaydi. Ma yaqinda qancha shunday qilsak konferensda nima qilib boqmoqli, suhbat qilib boqmoqli. Ma programda qilmagan jasorat bilan biz Skype dikinimda qilatoq. Skype ma stream degan program ekan bu. Ya stream bilan munosabatlikmi bu? Bilmadim ama hakikaten de karşılığı çıkmadı bundan. Ya hoş nemeneki to'g'ri suratlar Çünkü manınki mühim mesele bu bunda üzüveste gibimiz ne? Bunda karıp yaxşımaydı o. Hani siz kompüter bir HP qilib qo'ygan bo'lmay qolib qolsa, buni to'xtatib, ana ekan boshqa vaqtda qilamizda degan toza hech qisi yo'q. Endi bu bizniki mendiki severlik emas, bu tor dunyosiga severlik bo'lgandan keyin uni biz hani bu bunda qilmaydi. To'xta, men onda olsa pastga tushib, Wi-Fi'dan yendan nima qilib boqaymi ya? Onu bir qilib boqmay, bir sinab boqmay. Ya bu Türkiye'nin toru bilan munosabatlikmi? Yoki birisi qarshili chiqaryapti buning. Ya bir qarshi chiqayotgan turib ekranni bir xil nimbachu. Ha?
turib ekrandan bir xil nima chiqib bordi. Ha? Turib ekranda bir nima chiqib bordi. Turimca. Anlatım. Ben onu almıştırıp malını kesip turamız ya. Hazır yanıdan bakılmayla. Hemen kesip tursanız bo'ladi, kesip Turamız ya. Bak, Wi-Fi'nin en küçük 20 kilowatt degan gap chiqadi. Ha? U yerda snap yaqin bo'ldi, men saqlab turaman. Agardan toza chiqsa bir soat tushadi degan gap bu. Shundoq. Bu vaqtda buni biz tafsili bir video qilib aynda taqtishimiz kerak. Hem aynda taqtishimiz kerak. Hamda inshaalloh bir narsa bo'lmas, aniq chiqyotam da. Hem aniq chiqyapti da. Anladingizmi? Hamda bo'ldimi? He, bo'ldi. Dirimja? Anlatım. Alo. Hamda bo'ldi, ham davomlashtiraylik. Haqiqatan buningdan biz bir televiziya stansiyasi olmagandiki shundoq bilan bunda yashab qoldik. Kechirsizlar. Sen degan ikkinchi savolni uchun, chunki unda narsalarni darhallam alo? Yani yo'q bo'lib ketdimi? Ovozingiz kelib, uzilib bo'lmadi bu ya. Bu qatmayapti u. Siz yana gap qilib boqmang. Neyse, bazı tayyorlik xizmatlarini qilishim bir zaman oladi, ama bunda harakatni mustaqil bir hukumatning rahbarligida bir bosh shtabni, qo'mondonlik shtabini qurib qilish kerak-ku. Uning uchun jiddiy tayyorlik xizmatlarini tamom shu 3 partizanlik atriti shu milliy orduning qurilishida asos bo'ldi. Bir tashkiloti, yana birisi Losigung partizanlar atriti degan bir atrit bor. Bu shu Sudandagi burun shu Charliq Rossiya vaqtida bolshevik nimadan qochib kelgan aqroslarning aşağı yerleşip qolgan ruslardan tashkil qilingan bir partizanlik atrit shu mushularni asos qilgan bir nimada bu tayyorlik xizmatlari tamomlanib shu 45-yili 4-ayning 8-kunda nima qildi? Bu yerda taxminan shu 5-6 oy 5 oy o'tdi. Qurilishi qaraydigan bo'lsakmi, inglizlar tarafidan besib olingandan keyin bu mustaqillikni yaqinlaydigan Mustafa Anadolu'ga kelib, Anadolu'daki shu ishg'oliyatga qarshi atritlarni, shunda partizanlik atritlarini birlashtirib, darhol bir Kurtuluş Ordusu, Azatlık Armiyasini şekillendirgen çok Mustafa Kemal. Şunun için bunu başkuruş için bir hükümet buluş gerek de 1920 yılı 4. ayının 23. günü Ankara hükümetini kurgan. Onundaki şu hükümetinin kurgan şu başta başkurulgan. Xuddi bizning Şarkı Türkistan'daki bu hareketini nem kılış için aldı da hükümet kurulup hükümetinin ki nemiste bu mustaqillik hareketini elga aşırış için, muvaffaqiyat qazanış için endi bu baş shtab qurilgan. Shuni bilan tamomlaylik. Boshqa savolingiz o'ta. Bu so'ralgan qoldi. Ya bu Sharq Turkiston armiyasiniki tashkillanishi, buni qanchalik batalyon, qancha nima degan ashtar nimalar qilib ozroq tushuncha bersangiz.
Anladınızmı? Şarkı Türkistan'dan keyin xuddi zamonaviy bir armiyaga o'xshashlam piyoda qismlar, atliq qismlar, anandan keyin topchi qismlar, havo qismlari bo'ldi, mushundaq qism qurildi. Yani buningda men bu tafsiliy ahvolni hamda bu masalan qancha nimadan shakllangan edi tunji qurilgan vaqtida 20 mingga yaqin askari askari bati, keyin bular kengayib 40 mingga yetgan, keyin tag'mi kengaygan degan ma'lumotlar bor-ku. Hamda bu yerda sen degan bu nimalarda hamda bu yerda Xitoylar tuan deydi bilsa, undan keyin ikki ying bo'ladi. Uni ma'u turkchada boshqa qadimgi ism bilan ataydi-ku. Ordu komutanlığı, birinci yol komutanlığı, o komutanlıkta poliklinikler, o bu kuruluşu da manda bir nersi var. Bu kanda şekillengen, kança adamdan şekillengen, gelsen bunun malıkı teşkili tüzümün şu şaraiti da şu işini yürüteleydiğen derecede muntizim bir armiya bulup şekillengen şu bu. Ben onu sana da tefsilatını desem, mesela piyade askerler birliği askerlerin asası kolunu şekillendirdi. Ondan bir tüvende işki ying bu bizden Uygurlar biraz manda desem düşünüdü bunu. Çünkü ona aşı nimedim işlettemez mi? Bir yılda 3 liyen buldu deydi. Bir liyende 3 pey buldu deydi. Bir peyde 4 ben yani sınıf. Yani Türkiye'deki harbiy teşkilatga o'xshash bunun Türkçe isimleri var hem de karargah, başştab, birinci kolordu, ikinci kolordu, piyade birlikler, topçu birlikler degandek o birlikler bu şekillenişi nime hem de askerlerin asası menbesi şu Uygurlardan ve Uygurlar bilen ortak inkılap kılgan halklardan yani Kazak, Kırgız, başka. Bular Uygurlardan ki Kazaklar var biraz Tungallar var. Anandan keyin şu bizden G'olji taraf yerleşip kalgan Ruslardan var deymiz. Bunun rehberlik katılımında Ruslar, ondan keyin milli Uygurlar, ondan keyin hatta Abdülkerim Abbas o'xshash qiladigan adamlar bor rehberlik katılımında. Ondan keyin Kazak ve Kırgızlar mı var, Delilkan, gibi. Yani bu teşkili kuruluşunu menimce müşünçerek düşendireyle ama bu tefsiri derse kadar Şarkı Türkistan'daki bu Milli İnkılap Tarihi degen bir kitapta bu tefsili anlatılgan. Ama menimce hazır halkımızın kızıkıdığını bir cümle bile aytganda şu zamonaviy ordu qanday şekillengen bolsa bizning şu vaqtki Şarkı Türkistan ordusu shunda şekillengen. Ama fakat rehberlik nimisde hemmisi bevosita Uygurlarning nimisi yok. Ruslarning kontrolligida bo'lgan, ama şu Ruslar bilan hamkorlashgan Uygurlar bor. Ondan keyin Elixon Ture ve onun bilan birga nima qilgan mustaqilchilar bor. Keyin zaten bu Şarkı Türkistan Milliy ordusu 3'ge 4'ge bölünüp ketdi-ku, 4'ge. Qaysi gruplar desang bu şu birincisi Elixon Ture başçılığındaki mustaqilchilar, yani Şarkı Türkistan'ın şu mustaqilligini çokum deydiganlar. İkinci grup Ahmetcan Qasım'ın vekilligideki Sovyetninki nime tarafı tutkanlar. Yani bir grup Abdülkerim Abbas'ınki başçılığındaki Çin, Xitay komünistleri bilen münasebeti var. Muşunda rehberlik katılımı 3'ge bölünüp ketken. Ama halk o armiyaga qaytilgan halk bizning Uygurlarning avlodlari ayni bayan parat gördü bir narsa evetip dikense şu vaqtida tek dünyanın nurgun devletlerinde onda muntizim, onda üniforması, onda yaxşı, onda bir armiya yok. Dünyanın nurgu yeri de yok.
muntizim, resmi böyle asker desen asker böyle hakiki Oğuz Xan'ın evlatlarına mas görünüşler var o yerde. Aşında kurulgan ama halk müstakil bulmayız dep şu halkni şu ümit uytu ama rehberlik halkning ümididan uzaklaştırıp koydu. Keyin andan ki özden bilse komünartinin kiyinimiga qatilib ketdi. Keyin andan bu asda tarixten silindi. Bunu tafsilatını yana dey. Yani bu sualga beşinçilik cevap vereyim. Ma arada kesilip gidip biraz benim zihnimde çeçip etti. Yani sualını boş sorayım diye. Şərq Türkistan Milli Armiyasının baş komandanı kim o? Muavin baş komandanı müşakkide şu kadar azraq bir düşünce vergen bolsanız. Baş komandanı adam Akros. Burun şu Çarlık Rusiyası vaxtida şu Bolşeviklerden kaçıp gelip bizden Golcuğa yerleşken bazı Akroslar var. Şu bizim halkımız Akroslar deydi olanı. Oladaki Polinov. Keyin bunun yarısı Zunun Tipov. Ondan keyin yana şu Rusiyadan kelgen bir adam var. O mu şu muavin kumandan bolgan Zunun Tipov şu Polinov'ның yardımcısı ama bu bölge bizden Şarkı Türkistan'ı Uygurlar'ın asas kılgan bölge başka asasen Zunun Tipov şu Uygurlardan sorumlu bolgan. Anda kumandan maslahat berip şu baş kuruş bazı harbiy ta'lim tarbiyalerde yardım kılgan adam. Bunu aşında düşelsek buldu. Andan keyin bu Milli Armiya kurulgan vaqtida bularni derhal şu Golcu'nun yerlerde, meydanlarda bularni hermeşik elip bağızıp bularni her cihetten derbilgen hatta bu Milli Armiya degenimiz Şarkı Türkistan Milli Armiyası kurulganda Sovyet İttifakı'ndan Moskova'dan nurgun askeri mutahassisler kelip Söğüdon'da kurs açkan. 3 aylık ve bu kursta 350'den artık deydi hem de 450 diyelim aşınında ofisir komandanlarını terbiyeleydi. Bula askeri harbiy işlerden biraz havri var adamlar. Bula anandaki şu milli ordunun her kısımlarına taktılıdı bula. Şunun bilen bula texnik Şarkı Türkistan'ı azat kılış için 3 uruş liniyası kurup çıkıldı. 3 liniye buldu. Birisi şimali liniye, birisi orta liniye, birisi Cenubu liniye. Yani bütün Şarkı Türkistan'a 3 de hareket elip verildi. Allah Şiho müştereplerini elip Gomundan'a yardımını tosap kalkan bulaçı. Akansadın aşağıya elip erteyde oktayla aşağıda bir yavaçı. Şu an bak uruşu oğa vaxtıda Xitayga bürümdüğün yardımını tosap kalkan. Ama yani manda bir ahval var qara. Bu yerde Golcu'nu azat kılgandan keyin Milli Armiya takım güçlengenden keyin anın Şarkı Türkistan'ın bütün hem yerini azat kılış için seferber oldu mu bu vaqtda Zhang Jieshi bu ahvalını ma'lum qildi. O Zhang Jieshi o vaqtda Wu Jinshin degan bir adamni andikin askeri bir Jushaolian degan kumandan bularni vazifalantirgan. Shu vaqtida Zhang Jieshi Ningxia ve Gansu, Qinghai ve Gansu taraflarını başkuruvatkan Ma Bufang degan bir adamni mushu Urumchiga kelib, o mushu Gomundan'ını nima qilishga aşağıdaki mudafiyani kuchaytirishga avatidi kelib shunda azan emasda yo'llar yaxshi emas az deganda ol ta'kid etganda ama bu Ma Bufang bu fursatda chunki Ma Bufang'ninki Majun'ga o'xshash bir g'arizi bor-ku aşağıda bir g'arbiy shimolning podshosi bo'lish niyati var bunun. Zhang Jieshi bu emrini bergandan keyin bu Ma Bufang'ning kelishi biraz vaqt ağaçkıman biz bir yerde Müslümanlar bek ezildi. Hazır bu hem Sovyet İttifakı olsun hem ula Xitay hakimiyeti olsun. Bula Müslümanlara düşmeyen bu yerde sen çokun
bu işte biz yazıdiken ama bu maban onun hetiği pek ehemmiyet vermedi. Kim bu Ürümçi kelidi ama meyerde mesele şu. Bizden milli armiye şimali liniye Kansay'dan şu Golcuk'a kildiği yolunu tosuvelep bundanın askerleri o mavu garbi cın deydiğen bir yerimiz var o bizden şu cınның ki garbi taraftaki çekinip nemka stratejilik bir hata kılıdılar. Şunun bilen bundan faydalangan milli armiye bu ortalarını şu şimali liniyani azat kılıp anadaki Altay çöçeklergiçe bu yani azat kılıdı bular. Bu şimali liniyadikiler. Anadaki orta liniye var. Bu orta liniye digene hem de hazır Maşiho'den Şihanze, Saven, manim Ürümç'den Ürümçi'ye geliş, Ürümçi'ne eliş bulanın vazifesi. Biz onu hemmeden bilirdi. Bu armiyemin güçlü bir şekilde bu tosaklarını komandanlarını kat mağlup kılıp Manas kıçkilidi. Manas'ta anadaki turguzuludu. Şu resimlerde bir resim var aşağıda Manas saklavatkan milli ordunun resmi şu aşağıda bir resim var evet ki resimlerin aşağıda. Anadaki Canubi liniye bakara. Man ötkez. Bunu mu ötkez? Kimmiş baş resim var? Bunu mu ötkez? Ma resimini mi ötkez? Başka resim yok zaten baş resimde var. Hoş bulduk. Yani bir resim batı. Keyin ben sana aşağılık Manas saklatkan kısım. Ama Manas Ürümçi'ye Ürümçi 150 kilometre kalganda o Canubi nime otur liniyani tuğuzup koydu. Hani bir de Canubi liniye var. Bu Canubi liniye Mongol kere tarafta ötep alığı Muzdavan bağı bizden. Aksu bilen Akya bilen Gulcunu bağlaydıgan. Muzdavandan ötep bayığa kelip bayını elip Aksu konuşan elip konuşanın Aksu'nu elip Aksu'nu azat kılıp bir yerdeki komandan güçlerini yokutuş ve uyan azipsi var. Yani birisi Kurbanov deydiğen bir hemnin kumandanlığı da yanı bir ekip var. Bula Mao Sevk İttifakı çigirisi arkalık Mao hazırki Tacikistan madari arkalık Taşkoran'a kirip Taşkoran'dan Opal konuşa Kaşka konuşadı Kaşka'ya kirip uyan azat kılış üç liniye evlen başı ken külemini başlatkan. Hem de bu bizimki bu asker mavu bu şimali liniye muvaffakiyetli kaldı yani Altay çöçek olanı cem börtalav yani azat kıldı. Komandandan tazladı yani. Otur liniye Manas kıç geldi. Manas tutuzup koydu. Bazı sebepleri var. Kendirmez. Nemi kıldı? Bayını aldı. Milli hükümetini kurdu. Şerif Türkistan'ın bayrağı konuşanı aldı. Aksu'da hele Türkişti. Aksu'da bir kanç ketim Türkişip ahire anandikin bir ketim çekiniyordu milli armiye ama yani bir ketim kattık bir tayarlıkla o Aksu'daki liniyanın beşi de Mao Nimba Abdülkerim Abbasov anandikin Sopurbay var bu bir ismini mi tu adamın Sopurbay Kasımcan Kabatı kin tal Aksu'da ikinci ketim Aksu'nun eliş için tazı ciddi canlılavatqanda bitim imzalanıp kural tapşırış ve uruş to'xtatish kelishim buldu. Hamda shunun bilan endi o Janub liniyadagi armiyalar G'o'ljaga chekinib ketdi. Shu Toshqo'rg'ondan Qashqarga kelmayib Qashqarga nurg'u aşağıdan yani torunun nasıl çıktı yani avazını ve vakıtlık hükümetin kuruluşu şunun ile andan bu inkılap yerim kaldı. Ma bizning vatanda Enjambay deydigan bir roman yazılgan. Hiç anlagan mısın? Anlagan o'qiman romanni Enjambay. Bizim janub tarafdan. Alo.
Ovoziniz Alo. turib qilyapti. Yo'qolib ketdi o sening nima. Bizning vatanda qara. Enjambay deydigan bir roman bor. Shundoq. Anglaganmi sen shu romanni? Anglagan o'qigandim o roman. Romanning ismi Enjambay. Enjambay degan shu romanda shu Janubiy liniyadagi shu urushlar anlatıldı. Bu 11 bitim maalesef afsuski Uygurlarning milliy inqilobga intayin og'ir zarba berdi. Bu yerda Uygurlarning milliy kuchini bo'lish suyuqi o Zhang Zhizhongning kelishi, u Zhang Zhizhongni Zhang Zheshi evatishlik sebep Sovet ittifoqi artık nima bilan Xitoylar bilan kelishdi. Nima deydi desang, ma inqilob planlagandan esh ketdi. Bu yerda bir mustaqil devlet kurulup, bular qattiq haybat bilan egallab butun Sharqi Turkistonni egallab olish oldida turdi. Deb Xitoylar Sovet ittifoqining elchisi nimasini buyuk elchisiga shikoyat qildi. Nimani uchun? Buni sen to'g'ri deganda endi Sovetning nima o'ylaydi, to'xtab turib, biz bu yerda kontrollik bir şekilde bu Uyg'urlarni nima qilib Shinseyning sizligi ve nima qilishi qarshi bir ders bir qo'yaylik desak, bu oxiri bu bizning kontrolimizdan chiqib bu bir mustaqil davlatga qarab menyapti. Bu Elxon Ture ve onun atrofidagilar ajoyib bu planimizni buzdi deb Elxon Turega deydi, mani to'rg'izsa degandan bu Elxon Ture mustaqillik tarafdori odam bo'lgandiki, oxiri buni Stalin ko'kilida bu odamni aldab Almatı tarafı çıkarıp ahire akitidi bilse. Ondan keyin Sovet ittifaqının ki şu bütün nimisinin ta'sirli bo'lgan Ahmetcan Qasımga o'xshash bir muncha odam bor. Toshkentchilar deb qo'ydi, xabaring bor, anglagan bo'lishing mumkin. Bular shu Sovet ittifoqi tarbiyalagan ashularning kontrol ostida bo'lg'achqa Elxon Turni aketgandan keyin ananikin bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin nimelerini Ahmet Qasım'ı bu bir neçe adamni şu 11 bitimni imzalashga bormaslik kerak edi. Çünkü asosan hammaga azat bo'lib bo'lgandichu, asosan Go'mindonning nimasi qirilib bo'lgan, hatto Urumchiga oz qolgan, Janub asosan tazlinib bo'lgan. Lekin bu tuzaq bu Uyg'urlarning bo'yniga öyle bir tushirildi ki bu tuzaq shu bilan bo'g'ib etdi. Vaqtli hukumat qurildimi, Türk Yani ovoz kelmadi ya. Qarindoshlar, bugun ko'rdinglar, to'g'ri yaxshi emas. Ya bu texnikalik bir Cumhuriyetining askarlari tutgan yani ovozingiz yo'q. İnternette şu bir ne biz tushunishlik bo'latamdi gap. Hozir sen qaytib olding yana biroz. Abdurimjon. Sizga men qaytib olgan siz men qaytib olgan bo'latamdi. Ovoz kelyapti endi. Shunda bo'ladi. Shundan qara, bu asli Sovetchilar ondan keyin Çinjiler, Çin'i Türkistan'ı qo'llaydiganlar, Çin'in hokimiyati ostida bir nima menda qurishni yaqilaydiganlar. Bir de tam mustaqilchilarda bu grupga bo'linib ketdi bularchi. Ham demakchi o'g'lim, bu 11 bitim imzolangandan keyin, vaqtli hukumat qurilgandan keyin G'o'ljida tutib olingan Go'mindonning askarlari turmadikilarni qo'yib berdi. Bizning nimada Urumchida tutib olingan ba'zi ama bu jarayonda haqiqiy mustaqillikni mush tinchlik bir bitim imzolani tinchlik saqlab degan mush Uyg'urlar Janub solunudi bu moddalar orqali bu
hükümetinin nimesi bilen. Şunun bilen kanda oldu desen andı bulamda dep hem niyede mesela Yani ovozungiz kamida. Ketib qoldingiz. Qarindoshlar, yangi programmani sayyor qilib ko'rib turibman hamda. Shundoq kirayotsizlarman tornayda. Turoqsiz. Yana uzib ketdi. Allah. Alo. Endi qaytib Alo. olgan. Ovozingiz keldi menga. So'zingizni davom qiling, Variska. So'zingizni davom qiling, ovozingiz endi keldi. Ben internetin signalının en güçlü yeri yapıyordum hazır. Ama yanı kaşılı var. Ya sana saldırıvadı da ya bir şey var. Bu nesi var? Bu narsa bor zaten. Bo'lmasa Qanday manda qilamiz? bo'lgan. Men bu birjinoyoq ekran manda ahvol ko'rinib boqmagan. Turib mana ekranda bir xillikka siziq chiqib bordi-shu menga ishtiq qilmasa. Bunda bir nur yongandek bir narsa bo'lyapti. Shundan qaraganda bir texnik hujum bordek turdi degan. Xo'sh, davomlashtiring, Variska. Anlatamsiz? Bu To'rbek ojiz deb Tor hujumi uchirdimi, nim bo'ldi bilmadim men. Yana uzib ketdi. Saqlab turdi ekan-da. Qarindoshlar, ko'rdinglar mana bugun ma'lum bilan 4-qatim uzildi. Programmani qilmoqga gaplashib ketdi-ya. Variska, o'yining to'rini uzib, telefonning to'g'ri chiqib boqamsiz ya. Üzüteyle. Hozir uzib boqma, telefon to'g'ri chiqib. Doğru olmaydı. Bu çatak va bunda bo'lmaydi, men nurg'un program qilaman. Ya mavaqcha meniki manda bulab boqmagancha bu programma, alayli programma. Shunda yaxshi tayyorlik qildingiz. Telefondan to'rdan bog'lanib Telefondan to'g'ri bog'lanib boqma. faqat anglayapmadim hozir. Telefondan to'g'ri bir chat boqamsiz. O'yining to'g'ridan uzib deb telefoningizdan to'g'ri bir sinab boqaylik.
Qarindoshlar mana ko'rdinglar bilgan mana 5-chi qatimliq uzildi. Mavaqich bu Uyg'ur choyxona suhbat programmasi boshlagandan yo'q manda bo'p boqmagan. Bilgan mana keyin bu tur uzilib suhbatimizga ig'ir bir ta'sir yetkazdi. Bu bir texnikalik masalaga bir hujum bormi? Yani biz bu bilinmadik bu yerda diagnoz qo'yamagan ekan. Şunu almashtirib qo'yguncha mana mush armiyamiz bo'lib, davlatni saqlab qolgan bo'lgan bo'lsa, mana 80 davlat qurganligini 80 yil bo'ldi biz buni. Alo. He. Telefonni bağladım. He, telefonni bağladingizmi? Endi ovozingiz yaxshi kelyapti endi, ha. Ha, telefondan bağladım. Nerede qolgandik? Aşağılık Aqsu'nun nima qilyapti degan asal qayerlar kelgandik-da. Şu Aqsu'nu ikinci qitim qorshab shu Gomindangning asosi zarbi berdigan bosqichga kelganda bu buyruq keldi-chu, vaqt hukumat qurildi, 11 bitim imzolanadi. Shuning bilan askarlarni chekinisizlar va qurol topshirishlar deydi. Ma Toshqo'rg'ondan kirgan qism bo'lsa, Toshqo'rg'on orqali Qashqar Qo'nishaga inib, u yerdan Qashqarga qarab ilgarilayotgan vaqtida dal shu vatanning asas u vaqtda Gomindan qismlar asosan qochgan u yerdan-chu. Aqsu bilan Qashqarning Toshqo'rg'ondan kirgan armiya Janubi Qurbonovninki mas'ul bo'lgan bu armiya Qashqardan Maqsugacha Aqsu'dan Matrabni qorshab bo'lgandi. Hatta anandagi shimolda ki ele azat qilinib bo'lgandi. Urumchi Manasqich kelib bo'lgandi. Asosan vatan azat bo'lib qolay degan vaqtida bu la'nat bitim imzolandi-chi. Telefonni yan tutib qilamiz, telefonni yan to'qirib, ekran keng chiqadi, qari chiqib qolmaydi. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Shuning bilan bu 11 bitim tuzaq 11 bitimni imzolanishini nima sababdan buningga imzoladi, nima majburladi buningga deydigan savol tug'iladi endi bu yerda. Buning birsi bu 2. Dünya urushi oxirlashay deganda bilsa bu Yaltada bir konferans oldu-chu. O Yalta konferansda bu mesele bizning mesele tashqi Mo'g'uliston masalasi, Mo'g'uliston masalasi hammasi muzokara qilindi. Shuning bilan bu bizning vatanning shu Ruslar bilan Sovet ittifoqi bilan Xitoylar orasida betaraf qilinishiga qaror berildi. Shuning bilan Rossiya Mo'g'ulistonning mustaqilligini to'naysa deb Gomindanga besim qilib, buning qarshiligida bir Sharq Turkistonni shu Xitoyninki qo'lda qilish, yana birisi Rossiyaning shimoli temir yo'lda Axaylanjaq taraflarda temir yo'l nimasini ishlatish haqqi berish, bizning vatanning ba'zilari uranium konlarini ishlatish haqqini berish sharti bilan bizning vatanning Xitoyning hokimiyatida qolishini nima qildi. Endi bu Xitoyda bilsa dal 45-yildan keyin ichki urush bo'ldi. Ichki urushda Gomindan bilan Komünist Partiya arasında ichki urush bo'ldi. O ichki urushda Gomindan yengilib Tayvanga chekildi. Amerikaning endi bu yerdagi ta'siri qolmagandiki, Sovet ittifoqi anandagi Mao Zedong bilan kelishib shu vaqtlarda bu bizning vatanda anandagi darhol shu vaqtida Abdukarim Abbosovga o'xshash odamlar shu dinlayishun orqali kommunistlar bilan irtibot qurg'uliqchi. Shuning bilan Sharq Turkistondagi bu milliy armiya, milliy nimada
Elxan türü ekitilgenden keyin, çünkü Elxan türü bular mustaqillikni haq etdi. Bu bo'lmaydi deb unutmagandan andan Ahmetcan Qasimi ve onun ekibini hükümette asosiy o'ringa qo'ydi. Shuning bilan andan bu Sovet İttifaqı nimaga so'z berdi gomindanga. Bo'ldi, nimaga kelishim qildigan bo'ldi. Sen bir adamni evet degandan keyin biz g'o'ljidikilar bordigan bo'ldi degandan keyin andan bu kelishimga Urumchi kelmamda bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining Ahmetcan Qasim boshlig'idagi heyet. Shuning bilan u yerda andan Urumchida bu suhbat o'tkazilib, shuning bilan andan keyin bu vaqtli hukumatni qurish orqali Uyg'urlarning milliy kuchi bölündü. 3 grup Uyghur çıkdı. Biri mustaqilchilar. Bu Elxan türü ketgandan keyin bularning kuchi ajizlaydi. Hükümet asosan Sovetparastlar g'o'lji tarafda bular ko'proq sonni egallaydi. Chunki bular ko'p qismi shu Sovetning ideyasi bilan terbiyelengen adamlar ve Sovetning kontrolidagi adamlar bular. Ama bularning ichida biz Sovetning yardım bilan Sharq Turkistonni qutqiza olishimiz mumkin. Biz hech bo'lmaganda bu yerda bir Komünist Parti yoki bo'lmasa Sovetlarga o'xshash bir cumhuriyet qursak bo'ladi ekan degan ideya kelib qolganlim bor. Ularning hammasini manda deb nimaga chiqarib etmaymiz. Ammo onunla Sovet İttifaqı hiçbir zaman o imkanı bermedi. Ular onu aldınıp kaldı Sovet İttifaqıga. Yani bir sendeki o Komünist Parti'nin kaç mavzumun kilip Şinstey vaxtida bir komünist hareketler güçlendi. Çünkü Sovet İttifaqı Stalin'in Şinstey'e yardım bergende bu yerde komünizmni rivojlandırsa, Komünist Parti'nin adamlarının bir yerde faaliyet kılışını ruhsat kılırsa degan emasmi? Şunun bilan bu bir yerde Komünist Parti asas sağlam bu yerde. Şunun bilan andan qanday oldu deganda bu Abdülkerim Abbasov bilan bu dinleyicinin arasında nəhayət güçlü bir münasebet var. Yani bir grup Komünist Parti'ni yani Xitayparast bir Xitayning müstemlikçi aslında yoki bo'lmasa Xitayning boshqurishida bir Çin'i Türkistan mı dedi bunun için bular. Muşunda bir hakimiyet nim kısak buldu ekan deganni nim qilgan. Emniyette Sovet İttifaqı mı aldı de Xitaylar mı aldı de. Mesela Sharq Turkiston 11 bitim imzalangandan keyin 3 efendiler geldi. O Nanjing'da bular vekil to'g'ri bular. Ularning mas'ulini nima qildi? Vaqtli hukumatning bosh qildi. Mehmet'in Buğram bu yerde bir vazife aldı. Esa Yusuf alttaki bu vaqtli hukumatning genel sekreteri oldu. Ama bu bir aldamçılıktı, bu bir közboyançılıktı bu. Bizden Uygurlar bununla nima qilib bu azat ulab qalay degan nimani mush 11 bitim bilan ananik özünden boynuga sirtmoqni saldı. Keyin bu vaqtda hukumat mangmidi. Şu vaqtida Kur'an tashlash bor bununda. Önündeki esirlerini almashtirish bor kelishimlarda. Komandanın mühim adamlarını qaytırıp ele aldı Xitay. Anandaki yıllık bizden Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin bu bazı mühim adamlarını öttürüp kalganında adamlarını tapşırıp birdi. Anandaki şu uruş to'xtatish kelishiminden faydalanıp bütün Uygur askerlerinin koludan mustaqillikni yakalaydigan askerlerinin koludan Kur'an'ını tatib aldı. Hatta bularning mustaqillikni yakalaydigan biz bu inqilobni nima ish qildik? Biz nima uchun qon to'kdik? Biz mustaqil bo'lishimiz kerak. Biz hech bir zaman Xitoylarning bilan bir yerda yashamaymiz. Bizning millatimiz, bizning madaniyatimiz, tariximiz hech bir narsamiz o'xshamaydi degan odamlarni bu mustaqillikni yakalaydiganlarni bir-birlab suiqasdlar yo'qotib etdi. Anandaki o Manas'taki otur liniyanın adamlarını bekaga neçe ay saklattı. Qanchalik da Manas dariyasida milliy qo'shin. Qanchalik to'da Manas dariyasida Sharq Turkiston milliy armiyasi. O şu nimadan keyin 1945 yili şu G'o'lji azat qilindi o. Keyin Bo'rtala azat qilindi, Jin azat qilindi, andan keyin Altay, Cho'cheklar azat qilindi. 46-yılning boshlarigacha shiddat bilan kuchli bir şekilde ilgirlab janubda, shimolda ve o'rta liniyada Uyg'urlar
çoğun galbı kılganda bu otur liniye Ürümçi'yi zaten az kalgan kirip git Ürümçi'nin asasen boşluk boğan te keçivatkan te. Del şu vaxtıda anandaki kat nim kılıp Stalin'in adamları besim kıldı. Bazı müstakillikçilerini yoşurun öltedi. Anandaki bu yerde elbette kirişimde asasen bu asker aslında şu vaxtıda Amerikalık bazı muhbirlarımı bakendik, Avrupalık muhbirlarım bakendik bir kısım resimlerini, materyallerini yıkkandı, bazılarını ötürüp etken kimi yolducu. Demek ki onun bu şu 46. ile şu bitim imzalangan keyin turdu bular. 46. yıldan 49. yılı keyin bir kısmını nim kılıp onu şeklen saklap kalgandek oldu. Asasen başları müstakillikni yakalaydıganlar tügütüldü. Keyin bu nim bilen tohtam tüzüldü ya bu Komünist Parti bilen Stalin bilen Mao'nun arasında o Lişovçu barıdı o nimige keyin bu nimi kildi bu Xitaylarning adamları almutarqılık nimige kildi o keyin bu Ahmetcan Kasımlarni Xitayning quruluşunun siyasi kengash yig'iniga chaqirdi. Ahmetcan Kasımga keyin barman deb telegramma yollaydi. Aslida buni qilmaslik kerak edi. Tuzak kuchishdi bular. Ya'ni siyosiy aql beda bular o'z oldiga mustaqil mandaq milliy irodaga asosan ish qilmay Sovet ittifoqiga matarab Xitoylarga bog'lanib qolgan haqiqiy mustaqillikchilar Elxon Turdan keyin ular ajizlab ketgan. Şunun bilan ulan asta tinchlik bitimi imzolangandan keyin qurol tashlash nimasi qilgandan keyin nurg'uni o'ltirib etdi zaten. Şunun bilan o askar degan buyruq ijro qildi. Nima o haybat askarlar oxiri endi Ürümçi bo'ldi degandan keyin bu milliy armiyani bilsa Xitoylar kelib 10 ayda 8. ayda 9. aylarda şu nima qilganda asas mustaqilchilarni bizga Xitoy bo'lmaydi, Rossiya bo'lmaydi, biz mustaqil bo'lamiz degan odamlar asosan yo'qitib bo'lgan vaqt. Andan keyin Ürümchiga keldi bular. O nimaga ashada 46. yil shu bitim imzolanganda shu manasda to'xtatib qo'yildi bu. Burada Stalinning qat'iy buyrug'i var yani. Shuning bilan andin Xitoylar bilan kelishib, bizning Sharq Turkiston Xitoylarga berildigan bo'lib kelishgandan keyin andin armiyani, milliy armiyani Ürümchiga taklif qildi. Ürümchiga bir kirish va ashini qo'ya, sende men ko'rsatgandim sen. Ashini bir qo'ya, andin davom qilaylik. Ya sen nima qilgan bo'lsa? Mushu. Ya o tushmidi, bo'lmadi. Mushu. Yani bir suvatda Ürümchi'de nima qilgan? Ya bunu qo'yding-ku. O torma taqilgan degan Twitterga chiqib qo'ydi. Men haliqa 1949 10 ayning 22 kuni Shinshin shahardan Pantaqin askarlar Ürümchiga kirib haliqa nima qilgani deysiz ha. Ha, onundaki o heybat, o milli armiyadaki nima hayran qilsa bu Pındahoy'un o Wang Jin'nin o Xitayning askerleri o ses muamxayli bilan aron Pındahoy armiyani aşağıda buyruk qilib ashini qarshi oldi. Dünya tarixida bunda bir voqea yo'q, shuma bunda bir nomussuzlik voqea yo'q. Bu tamamen Uyg'urlarning şu siyasi dünyada hem de aldanıp ketdi siyasi aqlning ve siyasi irodaning milletning kontrollüğü bo'lmasligi bilan munosabatlik bu. Keyin bu milliy armiya deganda Sharq Turkiston milliy armiyasi kirib ularni qarshi olgan bo'ldi. Shuni nimada sana men evet bergandim bir de sendi batı birse. Ben sana degandim bak bu 20. nimedeki 20. oktyabrdaki mavi Xitoyning kommunistlarning Pındahoy'un askerlerine komünistlerin askerlerine karşı alan taratken mavi diyentim ben sana insandı bağma. Batı hemen nimkaltsam. Dünyadaki o milli armiyanın nimellerini, üniformalarını nimisini görsen o dünyada onda kudretlik, onda çıraylık, onda mükemmel bir ordu yoktu. Onda ordu yoktu ve Muş'unda bir ordunun kolunu tutunu bağlavaldı. Bağlap anandaki kandak kıldı edsen
Şu Aralık yani 12. ay kelgende komünistler kirgendeki 12. ay kelgende onu Xitayning 5. korpus qilib nima qildi? Anniki bizning milliy inqilobni Jungo inqilobining bir qismi degan narsani Mao Zedong bir berishni yozib berdi deb uni aynda qilib nima qilyapti? Amaliyotda bu Jungo inqilobining bir qismi emas. Bu bir mustaqillik hareket. U yerda 44-yildan 49-yilgacha bizning vatanning shimolida ko'k bayroq ostida yashadı xalqimiz. Bu bir ispat. Ama dünya namertlik kıldı. Ve kan tökken özüne mustaqilliği için köreş kıygan bir milletini koyunun kolunu putlarını bağlap ama boğazla mağdep annemiyi yatkızıp verdi. Ama şu vaxtlarda bizninki rehberlik katılımında birlik bomğaçka bu işte düşman galbi qilib ketdi. Onun için Milli Armiyani nima qildi? Taqatdi. Şu vaxtlarda qara. Xitoylar hozir Ürümçide Janubiy Qo'q deydigan bir yer Xitoylar Namin deydi. Bilamsiz shu yani? Ha, bilmayman. Aş Naminda bir bizning Milli Armiya, Milli askarning heykeli bir de Xitoy askarining heykeli var. İki heykeli var ekan cho'nglarning deyishida. Şu ikisining heykelini tikib shu yerga. Keyin qarasam Xitoy askarining heykeli qilib Uyg'urnikini elib etgan. Biz bağa vaqtda şu Xitoyning heykeli batash 80-yillarda. Ki onu kanda onun başka birinin kuvvetli mi Janubiy Qo'qni yani o'zgartib etdim hozir bağım yok uqmayman. Şu vaqtida qara. Bu Milli Armiyadagi mustaqilchilar biz nima uchun bu inqilobni qildik? Biz mustaqillik uchun qilgan degan odamlarni asosan o'ngchi millatchi, o'qchi, ko'kchi deb chet elga bog'langan unsur degan nom, betnomlar bilan bularni o'ldirib etdi nurg'unlarni. Andan keyin bir qismlarini Xitoyning armiyasida Zunun Tepovga o'xshash, nimalarga o'xshash ba'zi qo'mondonlarni Qosimjon Qambiriga o'xshash, nimalarga o'xshash odamlarni shu Bintuanning yana bir askari diviziyalarga saplab ularni asosan ta'sirsiz holatga keldi. Yani Uyg'urlarda bir gap bor, quruq o'stanga mirab bo'pti deydigan. Shu vaqtida keyin bu o'zing bilsa bizning mana shu Kashmir asli bizning vatanning bir partiyasi o'tiradi. Shu hozir. Keyin Hindiston bilan Pokistonning olisida bizning vatanda talash tortish bir bo'lgi bor-ku. Shu vaqtda bu Hindiston bilan bir urush bo'ldi. O'zing bilsa 62-yillarda shu urushda bizning bu askarlarni ishlatdi Xitoylar oldiga selib. Ve bular öyle bir kahramanlık bilan ilgirleydi ki shu Dehligacha qo'g'lab olib turdi. Keyin bu Xitoylar buni ko'rib, ya bular ne bu bir kun emas, bir kun bizni nima qildi ekan deb shuning bilan darhol endi uni tamomila yo'qotdi endi. Ham shu vaqtlarda o heykelni ep tashlaydi. Şu vaqtlarda bizning vatanparvar shoirlar manda she'r yozgan ekan. Heykel degan bir she'r varsa anlaganmi? Heykel ismini azroq bildim Bir heykel turuptu bağda tik tenha, uçuda yepince koluda yara. Men onu tunattım, tunalmadı o, çünkü o igizde men peste bırak. Koşmak tukkan diyen idi o. Kanı bu dost idik biz yanak çakkanda hem de patı vakkanda yanak çakkanda ayrıldık ve közünden ot çaknap bilmem ne de aynı bir şiir yazılgan tekrar. Bu muhteşem ordu, muhteşem armiye muşit namert dünyanın nimisinden adalet yani ketib qoldingiz ha? Allah, bugungi bu programma Barska yani üzülüp ketdim ha.
Yana bir telefon qilib boqay. Variska. Yana uzib ketib qoldi-ya. Xudo shu sizdan kelyapti-ku, mana shu tarafdan chataq chiqyapti. Yana bir bog'lab kiramisiz? Albatta variskam degan ma videoni men mikrofonni ko'rsatib qo'yay, bu kompyuterga tushib olmadi-ku. Alo. Variska, telefonni yamtoq etsangiz. Nerede üzülüp gitti? Neredeki gap üzülüp gitti? Aşağılık Hindiston urushiniki yangi dehriga bostirib kirib, ular imkoniga Xitoy undan cho'chib degan yerimiz kelgan. Orasi 10 peliq ishga haykalnikini she'rni o'qib qo'ygan. Şiirini okup boğanı. Onundaki o milli armiyan asasen şu on kim bilirse medeniyet inkılabı başlandı. Medeniyet inkılabı kağallarının mermisini yok kılıvetti. Mesela bu bizim şula nime Şarkı Türkistan Milli Armiyası da intayın mühim rol oynayan Uygur komutanlığı var. Mesela ben bunlardan sana bir kancısında bunların birisi ansam senin değişince bu siyasi komandırlar, siyasi yetekçiler var. Bunların içinde senin kununken bu nime deydiğin bir adam var. İminov deydiğin. Bu adam 70. yılı öldürüldü bilse bu pişkan her bir adam var bir işlerim tutardı. Şu vaklarda bu şu milli armiyada mühim rol ağalla Uygurlardan Ahmetcan Kasimi var. Ondan dekin Abdurrahimcan Hasanov var. Ondan dekin Polkovnik G'anim Muhammed Baqi, Ablahan Mahmutov, Abdurish Turduyov. Bunların hepsinin tarihi nimisi var da ben bulan bir anlatıp otamay. Abdülkerim Abbasov Xitay komünistlerinin vekili bu hareket kıldı. Keyin aşında buldu onun hem de o Xitay komünistleri bilen birleşken adam. Polkovnik Kasimcan Kambari var. Kevinbek Akimov var. Muhammedcan Yusupov var. Ahmetcan bunun başka Kurbancan Kurbanov mu deydi bunu. Analikin Asya'nın diğerlerle meşhur İmanov o adamdaki bazı vazifelerini verip ahire atalmış Uygur Abdunum Rahim'nin muavin reisim oldu. Ama bu medeniyet inkılabı ceryanında kağallarının emmisine ötedi. Şehit kılıverdi. Onun için bazı adamlarını asası Xitay'ın ki işlep çıkarılış, kuruluş mintan dedi o. Ola anandikin bazı yerler taktı etti bulan. Taktı maaş bağladı bulağa. Bular anandiki şu sakalı tükürüp otadı. Asaslık minini yok oldu. Yok olgan diken o şallık ordu şunu bilen tügüde. Kara bir milletin namusu, şerefi onun ordusudur, armiyasıdır. Biz armiyadan ayrılgandan itibaren bizninki heminimiz yoklaşma başladı. Hiçbir neslimizge ilgi bulanmaydıgan dereceye düşüp kaldık, düştük. Bana hazır keyin bunun aldamçılık hikayeliğine hatta şu vaxtlarda tarihi materyallarda biz sizlerge yardım kılgını keldik. Biz keyin ketimiz, sizler özanla başkur sizler diyen sözlerini belgen diyen materyaller var. Emniyeti hemmisi aldamçılık. Şu vaxtda 2. Dünya Uruşu'dan keyin kelgen tarihi bir fursette tabii ki bu yerde Sovet İttifakı'nın Xitay bilen boğan bazı münasebetlerdeki yirikleşişinin bir nimisi var. Ama çünkü arkamızda Sovet İttifakı'daki bir devlet milli inkılapının bartılışı ve terakki kılışta başta rol oynadı. Çünkü ular bir devlet tuğanda şu vaxtda
armiyaning aqsida. Unda bo'lgandan keyin endi ular o'zining manfaati uchun bizga nima qilg'achqa keyin Xitoylar bilan kelishgandan keyin endi majbur bizning nimalarimizni tamamen to'xtatdi. Bütün harbiy maslahatchilarni chekindirib chiqdi. Hech qanday bir şekilde bizning armiyaga yordam qilmadi. Hatto qisqa vaqtning ichida bak 3 oyning ichida harbiy bilimlarni, askeri bilimlarni o'rganib mukammal bo'lgan nurg'un Uyg'ur qo'mondonlar vardı. Ba'zi Uyg'ur qo'mondonlar o'z vaqtida Sovet ittifoqida yetishgan ekan. Endi bular keyin asta-asta Sovet ittifoqining besimi bilan Xitoyga yam qilib berildi. Onundan keyin o'zing bilsa 1978 yilda bu Deng Xiaopingning islohot va shiknat siyosatida bir yumshash bo'lgan. Shu jarayonda biz nurg'un ba'zi yana huquqlarimizni qisman olgan bo'ldik, ammo bu qisqa surdi, uzun surmadi. Keyin Sovet ittifoqi parchalangandan keyin yana bir tarixiy fursat chiqdi bizga, ammo afsuski o tarixiy fursatni bu g'aflat va dalolatda qolgan millat ziyolilarimiz biraz nima qilgan, bir narsalarni qildi, qilmadi emas, millatni uyg'otish uchun, mush fursatdan foydalanish uchun nurg'un harakat. Yana nim bo'ldi ham. Varska. Allah so'ragan savollar bordi. Qarindoshlar, bugun bu suhbat programmasi nihoyatda bir mana texnik problemikin maslimikin desam, men normal chiqyapman men taraf to'g'ri yaxshi. Variskam Wi-Fi orqali chiqqan dastlabda uni uzatib telefondan to'g'ridan chiqmoqda. O'xshash yana hech qatim uzildi. Buni biz yana variska bilan qayta bir suhbat qilib, yana qayta bir taqossaq o'qidik. Yaxshi savollar bordi, yana yaxshi so'zlayotgan uzib qolib qoldi bu. Juma kuni kechda soat 8 da, yani Amsterdam vaqti bo'lgan soat 8 da Germaniyadagi Umid Hamid akamiz bilan Koreya va Malayziyada Uyg'ur o'quvchilarning yaxshi o'qish haqida suhbat programmamiz bor. O programmamiz muhim bir programma. Bu programmani bitta diqqat bergaysizlar. Yana bir telefon qilib qo'yayimda. Alo. Variska yana uzib ketdi-ku. Yana uzib buni birsi uğraşıyor. Aşağırak ko'rdik, ana bo'lmasa bu qadar uzib ketmaydi. Men telefonni to'g'ridan chiqib baqdingiz, o'yinikidan chiqdingiz. Yo'q, bu mudahil var ama davam qilib tugitayli biraz. Bo'ldi, bo'ldi bog'langan, nima qilib bog'lanamiz. Yani manondek turli uzilib ketgandan keyin diqqatmi chechilib, toz tema bosh oxir toz nim bo'lmay qolib qoldi, to'g'ri tushuninglar. Kirib o'shimani ko'rishtiraylik. Alo. Alo Abdurrahimjon. Anladım, hem çıktınız ya. Alo. Anlatma. Alo. Alo. Anlatma. Sal pasrak o'tiramsiz ki, telefonni sal egizroq tutamsiz. Alo. Alo. Menda ovoz bor.
Ben anlatma avazınız ne? Alo. Ben anlatma avazınız var. Ben anladım. Alo. Ben anladım. Yan üzülüp gitti. Mana abetima variskam degan video mana kompyuterga qattiq tushmadi degan. Buni qilib boqamiz, bo'lmadi. Mana do'stim ko'rsatib qo'yay. Ko'rmayman. Mana bu Sharq Turkiston Milliy Armiyasiniki parad o'tayotgan. Albatta, buni Facebookdan taqatdiq, Twitterdan chiqardim degan. Başka. Alip Abdurrahimcan %100 bizni engelliyor. Ben nurg'un program katıldım. Bunda bo'lmaydi. Shundoq qilib degan. %100. Shundoq bo'ldi-da, aniq. Asli buningcha mükemmel bir texnik bilen bunu bir video gelip bütün dünyaya anlatılan narsa bu. Shundoq. Bu ne? Hozir ikki çaresiz bicharening qilayotgan g'ayriti bu. Bu millatning ko'p qismi umurunda emas, ular xiyoliga kirib chiqmaydi ularning. Mashki kazzabni qaylar. Xuddi mushular qag'andek deb qo'sqin qashlab yuradi. Bizning millatning ahvolini bilamiz biz. Shu mushkul qilyotdi-ku. Boşlar pasrak o'tiramsizlar, telefonni yuzra qilamsiz. Men yuzamni kiramatiman ku. Hamda chiqyapti. chiqadi ovozini chiqadi-da. Ovozim chiqsa bo'ldi. Ekranimni qarartib o'tdi. Men ko'ramadim. Sen ko'ratamsan. Ko'ryatim. Shu ahvol hamda ordusi milliy armiyasi bo'lmagan millatning namusimi, sharafimi, hech bir nimasi qimmatimi, e'tiborimi bo'lmaydi. Hozir mana Uyg'urlarning mushunda ig'ir dafsanda qilinishi 40-yillardagi siyosiy xatolar, strategik xatolar. Ondan keyin Xitoylar bizning vatanni besib olgandan keyin chet elga chiqib ketgan Uyg'urlarni yana boshqa bir xil usullar bilan boshqarib keldi. Hech bir Uyg'ur chet elda vatan uchun qo'lda chiqqadek bir narsa qilib bermadi. Chunki haqiqiy qahramonlarimiz o'ldirildi. Tasodifiy chiqib qolganlar ularga hech bir fursat bermadi. Yelimi shundoq, yelimi Uyg'urlarni haqiqiy o sapqan Uyg'ur, vijdonli Uyg'ur boshqarmadi-da, o'zini o'zi nima qilib olgan haramzode, axloqi buzuq, qeni buzuq, aqli kam Uyg'urlar qo'lda o'tib yuriydi. Yani senin bu doğruluk, bu facia qara. Tamam, Uyg'urlarning xatolig'i bor. Yani şu vaxtdagi siyasi nimani o'yinni yaxshi o'ynayolmadi, bo'linib ketdi, uchga bo'linib ketdi. Ki şu vaqtlarda Amerikaningki adamlarni tepdigan, tekshiribdigan, voy bular birlik kelanmabdi, bularni yo'lashning bir foydasi yo'qkan deb keyin andin nima qilgan? Shu vaqtda videoga olgan, rasmga olgan muxbirlarning ba'zi Sovet orqali ketganlar va ularni o'tirib etdi. Ma tarafdan ketganlarni nurg'un o'tib, ularning materiallarini bulib oldi. Yani aslında bir facia qaramdi. Bu shu mezgilda gapimiz bilyaptim, shu Amerikaning bir muxbiri bor ekan. U mush aeroplan bilan kirgan mangan vaqtda shu aeroplanni yarim yo'lda aypan tushib ketgan, ashuna bir ishlatib o'tgan deb e'lon qilindi. Demakki, yani ashuni bizning nurg'un tarixlarimiz biladi. Masalan, maxfiy bir narsa eplangan bo'lganmiz, yarim yo'lda Xitoy tasdigan bo'lishi mumkin aeroplanlar degandek. Shunda bo'ldi. Nurg'un paketlar, bak Sovet ittifoqining qo'lida nurg'un paketlar bor Tesla. Yani bizni qo'limizni bog'lab, qo'liga pichoqni tutqizib kiysa ma qo'yni ye, cho'shqining o'yiniga deb bizni bog'lab bergan Sovet ittifoqi rejimi shu vaqtda. Devletlar o'zining manfaatini o'ylaydi qara. O'zining siyosiy aqli bo'lmasa, dünya siyosatiga moslashtirib bir harakatni elib bormagan millatni ana shunday o'ynab qo'ydigan gap hamda. Shundoq.
egir bir facia hem de hazır hem de tarihte görülmegen bir hakaret, görülmegen bir kemsiteş hem nendeyimiz hem de muşunu bir bit götürüp çet eldikilerimiz yürüydü aynı kara. Aslında manda programlarını mesela Türklerle benim nurgun tarihi belgesel filmlerim var. Özbekler gelip çıkıvadı da, Türkler gelip çıkıvadı da. Her tarafını çırakta aydınlatıp ben 30 minut 40 minut program kılma. Peki bir Uygur malum bizning imkanımız var. Muş tarihini biz sizde yoğurtup bırakın. Muşuna bir dünya taptal deyilgen bir oğaval yok. Ama sen biçare tek aldığın günü bir program kıldın. İmunopla tutkun ikense senin kıynan da bakayım biraz. Nurgun adam hazır koskunu kaşlap fotununu kucağılap yatıdı. Bu hıyalık geri çıkmaydı. Bundan millet ki Allah'ım reyim kılmaydı. Abdurrahimcan ben köp sözletme. Rahmat. Uyg'urlarning mushundan ishlaydigan filmlarni qilib, mush dunyoning qilgan texnik suala yo'qmi, Abdurimjon? Hem de her kimniki şu düzgün bu nurgulga ikrar ta'la belki tarafazlık Avrupa ketken bir normal bir taraf orada açaydı hep buna işte Uygur yakın zaman tarih bakın meşhur şahslarının izlerini Uygur tarihinde yüz bergen vakalarını inqiloblarni qo'zg'olon kurashlarni yurtqirlar deb bunga jik kuchlab boqdim. Afsus shu ishlarni yaxshi biladigan bizning bu ziyolilarimiz ekranga chiqishdan o'zini tortyapti-ku. Shuni biladigan bilimlarni millatga bildirish, millatni oqlatish, millatning ro'yini uyg'otish, millatga chechinmoqlikni tugutish, millat yetakchilar nima shularning vazifasi. Afsus ular o'zini tortiqliq. Qara, qo'limizdan keldigani shu ekan hamda bunda adamlar to'g'riliq Tursunbek İbrahim'nin bir şiiri var. Bazılardan gayipaya deydiken, özleriçe el gemini yeydiken, töv deymen, dötken, bilmeydiken, men akıllı küm kalan okşamen. Yani sendek bizdek adamın mağuluna işi yok mudur? Kazzaptek sözler cürüydü deyip karaydın organa. Ama biz bunu bulay için kılmayımız ki tarihte ütkâ son, kiyinki neslimiz ya muşunda adamlar muşunda işlerini deptiken, ama bu gaflet, dalalet işide kalkan millet bunu bilmeptiken dep kalsında kılvatımız. Şundak. Ya bu tarih görsün dep kılvatımız. Sen deyse bilip durup yani hareket. Varıska yani ne olup gitti bu? Yani ben qilib program to'xtayli ekan bu. Varıska bu yani üzüp ketdi programın to'xtamdi qimsa. Bağlayman. Bunlar canlı yayını bağlayıp getirmezdik. Türkçülükte kesip kulas kılaydı. Gap qılaڭa. Ma hazırki diğerlerimden arasında tabii bu teknik meseleden münasebetli hiç kaçan bulmagan narsa bek bop ketdi ama şundaqda bu qanchalik anlatavdim bilmayman ama ben bularning hammasini ko'p qismini yazıp koydum, yazdım, arxivga topshirib koydum. Bir de sen deyse bazıda bölüp durup gap qilganini ya bilgenlikten mi ya bilmegenlikten mi okumayman bu bir mesuliyet meselesi. Bu to'g'rida qarab nurgun eserler yazıldı. Mesela Milli Armiyanın Cengivar Musabısı deb To'xti İbrahim'nin yazgan bir kitabı var. Ondan keyin şu atalmış Şinjan Üç Vilayet İnkılabı Tarihi diyen bir kitap var. Bu kitaplarda bazı arşiv materyaller asasen yazılgan narsalar var. Hem de men bir yerde mesela şu tarihte ötken manda olgan, anda olgan değişti. Şunu değiş arkalık bugün kandak kılışınız gerek. Kelgüsüde kandak bir yol menişimiz gerek. Bunu aydınlaştırın. Biz tarihçilerin vazifesi bu. Ama mena demekçi oğunun biz bunda tekniklik tosalgılar bilen tutup koymayız. Yani ben köp kısmını bulanın oldum. Arşivlerimde videolarını çekip koyup koydum ve bunu da bir yere
münasebetlik orunlarga arxiv bolup saklandı da bunlarını berip koydum. Yani bizim bağımı yok onu bilmemiz ama kıyılan işimiz keyinmiş tarihte saklanıp kalsın da bu biz vazifemizde kıvatımız. Sen mi gayret kıvatsa yani demek yok onun bizde bu millette intayın eğer bir gaflet var. Ve bu milletteki bu milletninki hakikaten korkunçluk bir karango hang qarab ketivatkan bir basıçta hazırız. Hem bunun da tarihte nurgun fırsatlar kaptiken, nurgun insanlar vatan millet için hayatını bağışlaptiken 20. asırdan el başlasak Abdülkadir Damallam, Sabit Damallam, Mehmet Ali Tevfik, Abdülhalik Uygur, okşaş nurgun adamlar. Aşı gomundan Aksu'nu nimkiga vaxtıda aşağıda Lütfullah Mütellik okşaş nurgunluğun münevverlerine toğrap ötürüp etti. Yani aşı vaxtıda kuluğu aldığı kim çıksa kırıp Uygur deydiğen, Uygur menfaatini imkıldıgan biraz savadı var, biraz aklı var, biraz kalış işleydiğinin hemmisine kuluğu çıkanını öldürüp etti. Ama Uygurlar hiçbir zaman bu katillerden hesap sormadı. Hazır mı? Diasporadaki Uygurlar mı? Pul tapsa maşinesini almıştırsam, hotunda yanımızına alsam, andak kısam, mandak kısam, ameliyat avvetine depsende kılınıvatkan, özünün uruf tukkalları işinin gününü körevatkan ahvallası da muşunu yani numus kılmay yaşap cügen adamlarımız bekcik, yani ki bulanın hazırgıcı diasporada hakiki bir milli bir liderini tehcik çıkaranmaslık ve en ahırda demekçi oğlum bu millet bodo kilovatkan tarihi fırsatını yani ucunda gaflet dalalet bilen eğer bu fırsatını kaçırıp koysa hem de menence mengülük tarihi kömlük gitişi ihtimalımı var. Yani onu biz arzu kılmayız. Ama hazırmış Uygurlarını setivatkan, Uygurlarını koz kılıp Xitay'ın menfaatini vatkan, vicdansız, adaletsiz ve aşında beceriksiz adamlarını, kabiliyetsiz adamlarını temnek kurdurup, teşkilat kurdurup, şularını astırıttım, bekip Uygurlarını muşunda alet etkep koygan, muşu Amerika olsun, Avrupa olsun, muş çeteldeki muşunda istihbaratçılarını, siyasetçilerini bu Uygurlarının ki muş halk gelişide aşılarının mı bir kişilik nemisi var, rolü var. Bu muş Uygurlarının işi de hakiki, akıllı, bilimli, muş işlerini başka hep çıkarlaydıgan adamda bakar. Aynı 2 yılın içinde en zamanlı armilerini kurup 2 yıl kalmayı bütün vatanın düşmanlarını tarzlagan şularının evlatları o biz. Yani kılınmaz ama hazır çetelde bunda Uygurlarına emez eliqinde ahlaksız, nomussuz, kabiliyetsiz, savaşsız, siyasi akıllı bulmagan naçar adamlar. Yani oturup çıkarıp koyup aşılağının kolu arkalı özünün menfaati için nimkıvatkan siyasetçilerim yok emez. Türkiye'de mi yok emez. Dünyanın hem yerde yemilen çıkarıp koygan bilen olmaydı. Yani devletler özünün menfaatini oylaydı para. Yani biz Uygurlar şunun layık şu devletlerle masada oturup toktap duruyor ama Uygurların tüzük adamlıki manda akıllı adamların bakiyen bulanın deydiğen demine biz kılamadığımız. Onda akıllı adamlarımız oturup çıkmavadı. Pul tapkallarımızdan vatan millet de bir derdi yok Uygurların. Yani belki onu yardım kuvvet kaldı mı doğruya kımı kaçka. Yani biz tarihçilerin bir nemisi vakara. Biz netice karab bir nesini bahalayımız. Netice nime azir? Netice mağlubiyet. Netice horlanış. Ameliyette Uygurlarını doğru bir teklep kitəleydiğen, doğru nimisi kitəleydiğen lanın nimisini etiş gerek. Hem hulas söz men devamlık deyme dünyanın tinçlik için Orta Asya'nın ve muşu Avrasya'da koyduğuma beyazla muş dünyanın tinçlik için Uygurlara ihtiyacı var. Çünkü Uygurlar eğer de bu yerde Xitay'a yan bulup gittiğin olsa Orta Asya devletlerinin ki yaşaş imkaniyeti yok. Hiçbirisinin nimisi olmaydı. İstikbali olmaydı.
Çünkü Uygurlarni öz vaqtida nim qılamdı. Uygurlarning o'zidan bor haqiqiy vatanparvar, qobiliyatli, aqlli, xalqarani yaxshi tushunib, shuningga mos siyosat elib boradigan odamlarni chiqaramidi va ularning orqasida turmadi. Tamam, Uygurlar o'z ichida ittifoqligini saqlayolmadi. Boshda Uygurlarning o'zida bor deb qarayman. Ikkinchisi, Uygurlarning mush ojizligidan foydalanib, Uygurlarni ko'z qilib Xitoydan manfaat olayotgan davlatlar bor, siyosatchilar bor. Yana birisi hamda xalqaro vaziyat menda qarayman, agar Uygurlardek bir madaniyat yaratgan mundaq bir xalq agar mush g'aflat ichida agar yo'qolib qolsa, bu Uygurlar bilan emas, butun O'rta Osiyo, butun Turkiston, Türk dunyosiga menimcha qattiq cho'q bir xavf kelish ehtimoli bor. Shuning uchun chet davlatlarda haqiqiy bu Xitoy bekatida bu yerda bir Uygurlarni qo'llab, Uygurlarning mishada mustaqil bir o'zining vatanini nim qilish uchun ular bir yo'l berish kerakkan deb qolsa, Uygurlarning jeni chiqmadan Uygurlarga yordam berishi, qutqizishi va dunyo tinchligi uchun ham o'zining bexatarligi uchun bir ish qildi deb qarayman. Men yaqinda O'zbekistonga Yevropa Birligining odamlari bordi, angladimki, ya da Xitoyninki ta'sirini O'rta Osiyo, Turkistondagi ko'rib, Yevropa biraz ularni qo'llab hozir Xitoyning u yerlarga kengayishining oldini olish uchun ba'zi tadbirlarni qilayotgandek qiladi. Ammo Turk davlatlarining ichida Xitoy qarshi tura oladigan bir kuch texchima afsuski yo'q. Hamda Uygurlar kelsak, Uygurlar bizni kim qutqizib qo'yarki demay, oldi bilan o'zining ichidagi birlikni saqlasin, haqiqiy vatansuvar qahramon insonlarni o'tirib chiqarsin, dunyoni qoyil qilgudek bir nima qursin, undan keyin hamma kelib Uygurlarga balki moslashib hamma mali adam bo'pti deb balki hozirgi xalqaro vaziyatning taqozosini shuni talab qiladi. Bir imkon kelishi mumkin deb qarayman. Onun için 70 yıldan beri, hatta makin 80 yıllardan keyin hesaplarsak 40 yıllardan beri Uygurlarni qo'lda tutgan, hech bir natija olmagan, quruq gapni lam qilib yurgan odamlarning hamda o'zini so'rab, shu haqiqiy Uyg'ur farzandlarining tarix sahnasiga chiqarib bir vazifasini, eng oxirgi bir vazifasini ado qilsa hamda bir umid bor deb qarayman. Mening deydiganim bu. Biri bu texniklik masaladan tasdiqlangan bo'lmadi, ammo buni xotirjam bo'lsin qarindoshlarimiz. Buni mening yayınlanmagan, arxiv tutayotgan nurg'un videoluk konferanslarım bor, darslarim bor. Bular artık arxivlarga kirib bo'ldi. Vaqti kelganda buning tafsilotini keyin nima qilamiz, yayınlaymiz. Keçirirsin, bizning qo'limizda emas, bu qancha qatim to'sdi, qancha qatim keldi. Buni hamda xalqimiz to'g'ri tushunadi. Rahmat Variska, bugungi suhbatni yaxshi bo'ldi, texnik yaxshi bo'lish uchun endi men to'g'rida mana kim 6-7 qatim uzib ketib qoldi. Sizning ta'z kayfiyatingiz yaxshi bo'lmadi, jumlamizdan diqqatimiz chechilib degandek. Zaten yarım saat o'tmaylar, 20 minutdan keyin boshladi, shuning bilan biroz kayfiyatimizni bo'ldi, ammo vaz kechmadi. Ular yana bir qatim fursat olib qolsa, yana bir qilamiz buni-chi, ayrim ishki qismini qilib, eplab taqtamiz ya benim qilamiz. Rahmat hamsa Variska, bugun suhbat qatnashib berganingizga yana boshqa qolsa yana aloqa qilishimizmi? Rahmat aytman. Yani bazı qarindoshlarimiz bizni anglab qolmadi, bizning vatanni besalaman g'azimanda qabul qilishimiz kerak, aql ko'piladi. Ya bizning vatan zaten besalanib qoldi. Bunu Amerika mı bildi, Avrupa mı bildi, çok devletlerin hepsi bildi. Bizning vatanni resmi mutamlik bilan tatib olgan bir vatan. Bizning qildigan ishimiz oldi bilan bizning Uyg'urlarni pataqdan chiqarish uchun Uyg'urlarni uyush kerak. Ziyolilari, savdogarlari, hozir o'rta vatanparvar savdogarlar musobaitlik
yok çıkmadı. Çünkü bir milletin takdirini ziyalisi, sordugası, siyasetçiler belgeledi. Ziyalisi akıl verdi, fikir verdi. Siyasetçi şunun asasen plan tüzdü. Sordugası o onun için mali cihetten yardım kıldı ama bizim sordugalerde men tek onda bir vatan millet için can köydürgen bir adam men tek görüp bakmadım sen köydüm ki okumayma bu alet yapılmaz bu akşam. Şu hozir realligimiz undan yo'qdek turdi. Bo'lgan bo'lsa, bu chechalang'uliq, bu bizdagi iqtisod qo'ygan to'yinmaslik, bu da'vo ishlarimizdagi iqtisod qo'ygan ehtiyojni qamdayapti hamda. Yani o işin kelimesi ben de okuyup gitmeyi kemmem lazım. Bizning milletning Uyg'urlarning ruh dunyosiga eğer bir darbe kirdi, ruh alemimizni kaybettik. Biz maddi alemning qurboni bo'lib yaşadı. Biz Uyg'urlar Hristiyan xalq, cennet ketidi boshqalarga o'xshashalik bunday tilamchilik qilmaydi, o'lim qilmaydi ama bu Uyg'urlarningki yani birdan bir kamchiligi şu maddi dünyaga bekrak berilip gitişi mesela chet elga chiqqanlarning ki avvalni sen bilsa vatandimi milyon dollar hajlab uy yasab jukellar bo'lgan ana shu o'yladi Xitoylar nimalarni qildi o'zim bilsam da yani bir millat o'zini qo'g'daydigan o'zining nimasini ishni qilmasa hech kim qilmaydi aslida biz Dutta çalgan oyunlara kural yetişini bilişimiz gerekti. Usul oynaşının oyunu her bir meşgul kılışımız gerekti. Değil mi? Ya bizim hanım kızlarımız mı? Bak en ahire yap koyayım. Aşk milli armiyadaki adamlarımızın kıyafetini kara. Ruh haleti kara. Yüzündeki nur kara. Kıyafetleri kara. 2000'li yıllarda bilmem Şarkı Türkistan benim Nimisi de kıva adamın ağzı da nimdeydi İslam Partisi diyen bir nimlerde köre baka Suriye adamdan bir resimleri var bir vaklarda nim kıgan ve 90-80 yıl burunki adamdım senin hazırki halıttın tekimi çekineklik ya adam ayallarımızın kahramanlıklarını kara yigitlerimizdeki askerlerimizdeki nemiga qara resmi medeni ve zamanevi bir armiyede köydüm gayri bayan nimede texnik tefsili nimeli var da ama teknik imkandan dolayı közlemedik yani ama hazırki Uygur cemiyetini seliştirip bak ağzıga bizim takıp algan vatanını kutuzmayıp durup bilmem İslam'ını kutuzumuzdaydıgan ya tövbe yarabbim yani bu Bence bundan Uygurlar kurtuluş gerek. 80 yıl, 90 yıl burunki aşk Uygurlarının dünyanı hayran kaldığın Uygurlarını bir körep bakımla, bir ufuk bakımla karındaşları. Biz bundan mı çakına, bundan mı pes millet emesti o. Bundan kılmayla. Biz bedel öteşine onu kaldık. Hemisi şu koskun toğuza, bana bizim bombusun der. Oturup sen mi ölse bir günü? Hemimiz ölümüz var. Hemimiz bırakırsak gitmez. Gidimiz ya senin o tapkan malların hayatı babasız otun kızların oğulların arasında miras davası olup buluşup gidip tügeydi o. Senin asıl bu dünyada kalıdığın işin vatanın milletin için kıygan yakşı işin kalıdı. Bana şu zamanında hayatını oturup koygan adamlarımız şu vakti da bedellerini ötep nem kıptiken bana biz hazır kaçıyor vatan geçkimi de yüreğimiz koşuyor ruhunu yaşap yüreğimiz koşuyor şularının yemisige. Hazır bunu nemiş koyulmaydı ama ne şunu da koyay millet özünü onşumakça Allah'ımı onşumaydıkken dünyamı çatı yokken. Çünkü bunda perişan, bunda çeçilip ketken, bunda seviyesiz, bunda tarkak millet ki kim karaydı, kim yerden kullanmıştır o değil mi? Şunun için yapının kıskısı özümüzden o şeyle, içimizdeki birlikni nimkılayla tolum harlı etti milletimizne. Yani bunun da hatimi bir iş yanılan özümüzden kolu da inşallah bu tüzüle bu veyrançılık tüge hakiki vatan oğlanları İnşallah oturup çıkıp yani aşağılık tarihimizdeki neticelerini kolu keltirip dünya milletleri arasında bir kişilik ornunu ala dep
ümit bilen kıvatımız o sen bilenmiz. Yani şunun bir azrak olsun bir halkımızın uyumlusu bir ruhi cihetten bir uygunsuna payda bulup kalan ki edip azrak çıkartıp oturaktık hem de. Doğru. Takdir Allah'ın emrinde. İşte. Hepsi vaqt münasibeti 2 saatten eşipti. Bugün program var. Başka bir kasyanı benim kıptıramız ki hakikaten bir programda bir dişemiz var da. Bunu da kara, bunun mahsus bir video elet hem de mahsus az programcılar arkalık ki yayınlaşıp doğru kep kaldı. Onu Kançılık düşende okumayma ama tolu müdahale, tolu karşılık çıkardı. Ya tolu karşılık çıkıyor. Şuna çıkma temelin bazı chatler getirsen ilgisi basıp kap kaldı. Yani kardeşlerimizin doğru düşünüyor. Yani bugün kıldık mana. Bu mühim bir program etti. Bu kadar hem de nima bo'lib ketdi bilmem his qilolmadim bilemedim hem de şu Xitoyning qo'li var ya tolu saldırıp ketdi. Men odamni ma'lumlashtirib baxtim, nimani kontrol qilib baxtim, davomli qaşılı. Ya sende ya men qaşılılar chiqdi. Bo'lmasa biz davomli ders o'tib turmiz to'g'ri orqali, konferans berib turmiz, nima qilib turmiz. Bunda bo'lmaydi. Shundoq. Nima qilib qoldi. Ya bu nimadan okumayman ama cesaret bilen kılgan programımızda arada bir kesilip kalgan bilen ama 15 bölümlük bir narsa kıldık. Ama tarihinin devamını hem de ben cesaret söz verip koyup tükenme boktu tarihini bütün değildi. Şu inşallah hem de o milli armiyanın kuruluş münasebetiyle nim kıldık sen bilen hem de kalgan yakın zaman tarihimizni bir kançı leksiya bilen tüketüvesek hem de şunun için bir evlatlarımızla bir faydası olup falan onun için biz hasta tatbikat işlerimizin yani devamlaştırışımız gerek hem de vatan millet aldıdan bir borcumuz bugünküler bilmez kiyinkiler bilip kala Allah kılımız hem de Abdurrahimca rahmet rahmet sizgimiz bak buldan sehma kılsa Allah'ıma da hoş olsun bomada çıkkaşın olup gitti hem de doka oturamaz inek oldu hem de buludu Maqalamsa salomat bo'lamsa rahmat varislamsa maqas qilish. Yaxshi sharoitlarda ya boshqa programda qilamsa ya mushlar kashini oldin oldigan bir nim bo'lib qolsa, ya'ni muhim bir masalalarda bir qisqa so'zlat qilamiz. Bo'ldi. Ma'qul. Rahmat etsa. Ma'qul salomat. Assalomu alaykum ikromli qarindoshlar. Ko'rganinglardek bugungi programmamiz to'la uzilib 7-8 qatim men to'g'rini almashtirib vaqti qo'l telefonga to'g'rimi yana bo'lmay oxir telefonda paranglish bo'lib suhbat tugatdik. Shunga texnikalik masala bu yerda nereden chatoq chiqqanligini biz bilamadik. Buning uchun sizlardan kechirim so'raymiz. Suhbatdan bilan ko'ngillik bo'lmay qolib qoldi. Deganimizdek juma kuni kech soat 8da Uyg'ur o'rlik munbirniki qo'rg'uvchisi Germaniyadagi Umid Hamid akamiz bilan Malayziya va Koreyada haqsiz o'qish haqida suhbat programmamiz var. Kelar qatimliq suhbat programmamizni ko'rishaylik. Hammangiz Allohga emanet.